Aleyküm. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Ilmiy kengash majlisida kvorum bor. Majlisni ochish xususida qanday takliflar bor? Kim ushbu taklifga qo'shilsa, ovoz berishingizni so'rayman. Rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Majlisni ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, yig'ilishimiz kun tartibi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi mustaqil izlanuvchisi Baltayev Nazarbek Nazarbayevichning 08-0004 qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti ixtisosligi bo'yicha uzumchilik majmuida tashkiliy iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasining himoyasi. Ilmiy rahbar Ablamuradov Narzullo Naimovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor. Rasmiy opponentlar Ergashev Erkin Iroqovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor va Sultonov Bahodir Fayzullayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor. Yetakchi tashkilot Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti. Dissertantning avtobiografik ma'lumotlari va shaxsiy hujjatlari bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kengash ilmiy kotibi, iqtisodiyot fanlari falsafa doktori Primov Abdulla Egampovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Xush kelibsizlar navbatdagi himoyaga. Talabgorimiz Boltayev Nazarbek Narzullayevich 1983-yil 10-fevralda Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Ijtimoiy kelib chiqishi ziyoli, ma'lumoti ham oliy. Nazarbek Narzullayevich 2002-yilda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga kirib, 2006-yilda menejment yo'nalishi bo'yicha imtiyozli diplom bilan tugatgan va 2009-yilda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistratura menejment mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. Oilali 3 nafar farzandi bor. Ishlash mobaynida 2004-2008-yillar mobaynida Yunusobod tumani 63-maktabda o'qituvchi, shu bilan birga 2010-2011-yillarda Toshkent shahar Yunusobod tumani markaziy ko'p tarmoqli poliklinika ixtisoschisi hamda Toshkent davlat agrar universiteti qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va marketingi kafedrasi assistenti, qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar markazi TAYAJ doktoranti va hozirgi kunda International School of Finance, Technology and Science institutida menejment kafedrasi o'qituvchisi lavozimida ishlab keladi. Talabgorimiz malakaviy imtihonlarni topshirgan, xususan qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti hamda chet tili fanlaridan malaka imtihonlaridan o'tgan. Bundan tashqari qo'shimcha imtihonlar sifatida ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish, zamonaviy iqtisodiyot nazariyasi hamda real sektorni davlat tomonidan tartibga solish kabi fanlardan ham qo'shimcha imtihonlar topshirgan. Dissertatsiya ishi bo'yicha 19 ta ilmiy ish chop etilgan, shu jumladan Oliy Rossiya komissiyasi tomonidan tavsiya etilgan ilmiy nashrlardan 13 ta maqola, jumladan 9 tasi respublika hamda 4 tasi xorijiy jurnal, shu bilan birga 4 ta xalqaro hamda 2 ta respublika ilmiy amaliy konferensiyalarida ham to'plamlar nashr etilgan. Ushbu ish oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish xalqaro ilmiy markazi tomonidan ko'rib chiqilgan hamda 6-sonli bayonnoma bilan rasmiylashtirilib, bizning kengashga kelib tushgan. Ish bajarilgan tashkilot bu oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar markazi va hamma kerakli hujjatlar, olingan hujjatlar OAK talabiga binoan barcha ta'minlangan. Bizga yetkazildi. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, dissertantning avtobiografik ma'lumotlari va shaxsiy hujjatlari yuzasidan dissertantga o'ziga yoki ilmiy kotibga savollar bormi? Ma'lumot sifatida qabul qilinsin degan taklif bor. Kim shu taklifga qo'shilsa, ovoz berishingizni so'rayman. Rahmat. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi, maqsadi, tadqiqot jarayonida olingan asosiy ilmiy xulosalar va ishlab chiqilgan ilmiy va amaliy tavsiyalar to'g'risida ma'ruza qilish uchun so'z dissertantga. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli Milliy kengash raisi, hurmatli Milliy kengash a'zolari, ustozlar, ishtirokchilari. Sizlarning e'tiborlaringizga qishloq xo'jaligi sohasida bo'yicha falsafa doktorlik darajasini olish uchun uzumchilik majmuida tashkil iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish mavzusida tayyorlagan sertifikat ishning asosiy natijalariga bag'ishlangan ma'lumotimizni havola qilmoqchiman. Dunyo aholisining oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlashda ekologik toza, vitaminga boy bo'lgan qishloq mahsulotlarini yetkazib berish ustuvor vazifa hisoblanadi. Bunda mamlakatimizda ham uzumchilik va binochilik sohasida kelgusida yana xalqaro rivojlantirish, yangi istiqbolli sanoatbop uzum navlarini ko'paytirish va innovatsion asosda yetishtirish ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Uzumchilik Yevropa xalqaro markaziy ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda tokzorlar maydoni 9,10 million gektarga yetgan bo'lib, yillik ishlab chiqarish esa 60-70 million metr xonada olib keldi. Bu esa mamlakatimizda ham uzumchilik va binochilik sohasini yanada barqaror rivojlantirish, oilaviy to'lov ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish va mahsulotni eksport hajmlarini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Uzumchilikni ixtisoslashgan fermer va dehqon xo'jaliklarining mobil texnika bugungi ishi bazasining pastligi, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning sustligi, innovatsiyalarni joriy etish uchun moliyaviy mablag'larning yetarli emasligi uzumchilik sohasini barqaror rivojlanishiga asosiy to'g'ri kelmoqda. Shu bilan birgalikda bizning tadqiqotimiz maqsadi uzumchilik majmuida tashkil iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Shu maqsaddan kelib chiqib, mana bugungi kunda respublikamiz bo'yicha 2009-2023 yillarda meva sabzavot va uzum ekin maydonlarida o'zgarishni ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda mana uzumzorlar maydoni 138,4 ming gektarni tashkil etadi. Va bu mulkchilik shakllariga ko'ra fermer xo'jaliklarda 81 ming gektar, dehqon xo'jaliklarda 39 ming gektar, 39 ming gektar va boshqa qishloq xo'jalik korxonalarida esa 14,5 gektar, 14 ming gektar tashkil etilmoqda. Keyingi slaydimizda ko'rmoqchimizki, respublikamiz bo'yicha 2009-2023 yillarda uzumzorlar hosildorligini o'zgarishni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda respublikamiz bo'yicha 2009 yilda 3 ming gektar ming tonna uzum yetishtirilsa, bugungi kunda 1 million 2023 yilda 1,731 ming tonna tashkil etadi. Va bu esa 2009 yilga nisbatan 8% ga oshgandan dalolat qiladi. Bu mulkchilik shakliga ko'chishlarni ko'rishimiz mumkin. Bu hozirgi jihatda dehqon xo'jaliklarining ulushi nisbatan yuqori mulkchilik shaklimizda. Ya'ni bugungi kunda hozirligimizning asosiy qismi dehqon xo'jaliklari yetishtirishini ko'rishimiz mumkin. Keyingi slaydimizda ko'rishimiz mumkin, respublikamiz bo'yicha hosilliklarga uzumzorlar salmog'i o'zgarib borishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda hosilliklarga uzumzor salmog'imiz bugün 2023 yılda bana böyle 3 ming gektardan tashkil etyapti. Böyle 3 ming gektarga bu esa bugungi kunda qora qayli emaslik hisoblanadi. Chunki bu bizlarda imkoniyatlarimiz, sharoitlarimiz juda yaxshi bo'lgan holatda bu hosildorlik bizning uzumchilik majmui tizimimizda bu yaxshi emas deb baho berishimiz. Respublikamiz bo'yicha aholi jon boshqa meva sabzavot uzum mahsulotlarini ishlab chiqarish miqdori o'zgarishini ko'ramiz. Ya'ni uzumchilik bo'yicha tibbiy me'yor bo'yicha biz 40 kilogrammdan 4 kilogramm aholi jon boshiga bu esa uzum ishlab chiqarish hajmiga nisbatan tibbiy me'yor bo'yicha 2 barobar yuqori mahsulot ishlab chiqaryapmiz, lekin uzum mahsulotlari ishlab chiqarish tizimiga nisbatan oladigan bo'lsak, bu yetarli emas deb baho beramiz. Shuning uchun bu bizning mazmunimizning asosiy dolzarb masalalaridan biri bo'lib qoldi. Uzumchilik majmunini rivojlantirishga mahsulot ishlab chiqarish, saqlash va qayta ishlash jarayonlarida mavjud tizimli muammolarimiz mavjud. Ya'ni uzum ishlab chiqarish tizimidagi muammolar ko'rishimiz mumkin, mahsulotni saqlashda bo'ladigan muammolarni ko'rishimiz mumkin. Mahsulotni qayta ishlash tizimidagi muammolarni va umumiy hammasi uchalasi uchun asosiy umumiy muammolarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu bugungi kunda o'zimizda yuqori malakali zamonaviy kadrlar bilan ta'minlash darajasini tadqiqot xodimlarining malakasini oshirish tizimini yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi. Ya'ni uzumchilik majmuiy tadqiqotlar ilmiy va ta'minot darajasi talab darajasi emasligi.
ya'ni uzumchilik majmuida hanuzgacha ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash, sotish va xizmat ko'rsatish tizimlari samarali integratsiyasi tashkiliy iqtisodiy moslashtirish mexanizmini yo'lga qo'yish va uzum mahsulotlarini standartlash, sertifikatlash tizimini yaxshi qo'yilmaganligi, ya'ni bu sohada marketing va menejment yetarli darajada joriy etilmaganidan dalolat beradi. Shu bilan birga bizni muomalamizda birinchi ilmiy yangiligimizga to'xtalib o'tmoqchimiz. Ya'ni birinchi ilmiy yangiliğimiz uzum tog'larini davlat tomonidan ajratilgan maqsadli kreditlar uchun imtiyoz davlat uzum ko'chatlarining to'laqonli hosil kirishini muddati, ya'ni muddatini inobatga olingan holda kamida 3 yil muddatdan iborat qilib belgilash taklifi asoslangan. Chunki bugungi kunda uzumchilikni mana ko'ryapmiz. Ayniqsa tadqiqot olib borgan jarayonimizda shunaqa guvohlikka, ayniqsa uzumchilik xo'jaliklarimiz suv tangsiz bo'lgan joylar, ya'ni bu yerda uzum mahsulotlaridan boshqa takroriy ekin bu yerdan foydalanish imkoniyati ko'p holatlarda mavjud emasligini ko'rdik. Shuning uchun uzumlarni, ya'ni serhosil metrofil asosida yetishtirgan ko'chatlarni intensiv bog'lash uchun uzumchilik xo'jaliklari 3 yil 5 yil bo'lgan muddat bo'yicha ya'ni kreditlar imtiyoz davlat berishga taklif asoslanadi. Va shu bilan birgalikda tadqiqot jarayonida Surxondaryo viloyati Denov tumani Denov Arab aksiyadorlik jamiyatining asosiy ko'rsatkichlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu ko'rsatkichlarımizda ko'ryapmizki, korxonaning zamonaviy texnologiyalarni zamonaviy modernizatsiya qilinmaganligi uchun mana korxonamizni ko'ryapmiz. Ya'ni bu yerda mahsulotlar xizmatlarni sotishdan tushgan tushumi, ya'ni 9 milliard 170 million so'm tashkil etayotgan bo'lsa, biz buni ko'ryapmiz. Mana hisobotlarning foydasi bizga salbiy natijalar bilan yakunlanadi. Va bu yerda yana ko'rishingiz mumkin. Sirdaryo viloyatida Sirdaryo tumani Bunyodkor mahsulot chekana jamiyat asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlardan ikkalasini olib ko'rib taqdim. Ya'ni bu yerda ko'ryapmizki, bu ishlab chiqarish, qayta ishlash korxonamizda bu yerda mahsulot yetishtirish sotishdan tushumimiz 6,1 million so'm tashkil etyapti. Ya'ni bu yerda soliq foydasini ko'ramiz, bu yerda ijobiy natija qayd etadi. Bu ikkita korxonaning iqtisodiy holatini biz tahlil qilganimizda shunaqa nima qilamizki, bu Surxondaryo Denov tumanida Denov Arab aksiyadorlik jamiyatida uzum yetishtirish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarning yuqoriligi, ya'ni bu yerdagi uzumchilikdagi misol uchun davlat xarajatlarining yuqoriligi hisobida hisobotlardagi hisob foydasi salbiy natijalar bilan turadi. Uzumchilikda qo'shilgan tuman zanjiri ishtirokchilari uchun umumiy bo'lgan asosiy muammolarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda umumiy bo'lgan muammolarni ochiq saytimizda biroz ta'kidladik va keyingi uzumchilikda qo'shilgan tuman zanjiri ishtirokchilari o'rtasida o'zaro iqtisodiy munosabatlarni majburiy yondashuv asosida takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar bilan ishlab chiqdik. Bu bo'yicha, ya'ni uzum yetishtirish bo'yicha uzum yetishtirishdagi bo'lgan muammolarimiz, saqlashdagi bo'lgan muammolarimiz va qayta ishlashdagi bo'lgan holatimiz bugungi kunda sotish bilan bog'liq bo'lgan holatimizni ko'rishimiz. Va bu bo'yicha hammasi uchun umumiy bo'lgan muammolarga istimol bergan bo'lsa, uzumchilik majburiy korxonalari o'rtasida tuzilgan shartnomalarda ko'rsatilgan muddatlar to'lovlarni amalga oshirish, kechtirilgan muddat uchun iqtisodiy sanksiyalar ishlab chiqarish va ular ustidan monitoring o'rnatishga to'g'ri keladi. Ya'ni ikkinchisi, uzum mahsulotlari sanoat qismi dehqon xo'jaligi ishlayotgani sababli hisoblanib, hududda faoliyat yuritayotgan uzumchilik dehqon xo'jaliklarini mahsulot sotib olish punktlarini tashkil qilish va sotib olingan mahsulotlarga zaruriy hollarda naqd pul orqali sotib olish tizimi yoki boshqa muqobil mexanizmlar joriy qilish. Uzumchilik majburiy korxonalari oxirgi natija, ya'ni ishlab chiqarilgan uzum mahsulotlarini sifatli raqobatbardosh bo'lish orqali yuqori foyda olishdan manfaatdorligini oshirish bo'yicha rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish va uzumchilik majburiy korxonalari o'rtasida hisob-kitoblardan keyin oxirgi natijalardan olingan foydani ularni qo'shib hissalarga ko'ra adolat taqsimlash mexanizmini ishlab chiqish va joriy etish va boshqalar. Shu bilan birgalikda bizning ilmiy ikkinchi ilmiy yangiligimiz, ya'ni uzum yetishtirishda uni quritish, qadoqlash, qayta ishlash, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish, sotish, eksport qilish va agroturizm yo'nalishlarini qamrab oluvchi hududiy uzumchilik yo'nalishlik klasterlarini tashkil etish orqali uzumchilik majmuida tashkiliy iqtisodiy mexanizmni takomillashtirishga asoslanadi. Mana keyingi slaydimizda mana ko'ryapmiz.
Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Maslahat Sadoviy jamiyatining bugungi kunda uzumchilik kasbining amaldagi tashkil boshlig'iga ko'radigan bo'lsak, bu nihoyatda bu oddiy tizim. Ya'ni bu yerda oddiy boshqaruv strukturadan iborat bo'lib, ya'ni bu yerda hech qanaqa uzumchilik rivojlantirish bo'yicha ya'ni bugungi kunda zamonaviy talablar asosida ularga texnologik asosda uzum yetishtirib va undan raqobatbardosh uzum mahsulotlarini ishlab chiqarishda biroz muammolar mavjud. Shuning uchun biz bundan kelib chiqqan holda ya'ni bugungi kunda hududiy uzumchilik munosabat shaxslarga shaxsiy etgan tashkilot mexanizmini ko'rishimiz ya'ni bu yerda uzumchilik munosabat ta'sirida eng laboratoriyasi uzumlik yangi navlarni ko'rsatish uchun laboratoriyasi ta'siri taqdimda bo'lishi kerak deb taklif etyapmiz. Ya'ni hozirda ko'chatlarni parvarish qilish, ko'paytirish va hayvonlar shoxobxonalar tashkil qilish, istiqomat tashkil qilish bugungi kun uchun eng asosiy dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Uzumchilik munosabat ta'siridan davlat tomonidan qo'llanilgan mexanizmlar birlashtirish bo'yicha biz tavsiyalar ishlab chiqdik. Ya'ni uzumchilik munosabat ta'siridan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirishga yo'nalishda yozuvlik kredit masalasi bo'yicha, to'siqlar tortish bo'yicha va subsidiyalash bo'yicha va to'ldirish bo'yicha biz tavsiyalarni ishlab chiqdik. Bu hududiy uzumchilik munosabat ta'sirlarini biz keyingi saylovda sport tadbirlari qildik. Ya'ni biz bugungi kunda uzumchilik munosabat ta'sirlarini ya'ni butun tomonlarimiz ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda respublikamizda ishlab chiqargan hujjatlarimiz asosida ko'rishimiz mumkin. Ularning shu tomondan ko'rish mumkin. Ya'ni bugungi kunda ularda bo'ladigan imkoniyatlar, qanaqa imkoniyatlar va bu yerda qanaqa texnik omillar, xavf-xatarlar bizda mavjudligini bu islohotlarimizda ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga uchinchi ilmiy yangiligimiz, ya'ni hududiy uzumchilik munosabat ta'sirlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmini xorijiy valyutada kreditlar bo'yicha valyuta kursining o'sishi oqibatida kelib chiqadigan zararni qisman subsidiyalash, shuningdek uzum hosilini sug'urtalashda to'lanadigan sug'urta mukofotlarining 50%gacha bo'lgan qismini qoplab berish orqali takomillashtirish hisoblanadi. Bu keyingi saylovimizda mana ko'rishimiz mumkin. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani transport cheklangan jamiyatda klasterning asosiy hisobini ko'rsatish va tanlov tartibidagi xarajatlar ulushini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu korxonada mana ko'ryapmiz. Mahsulot ishlab chiqarishlari va ish xizmatlarining sotishdan tushumimiz yuqori bo'lishidan yuqori bilan birga bizlarda oxirgi natijamiz, ya'ni sohalarimiz bizga nihoyatda salbiy oqibatlarni ko'rsatyapti. Bundan dalolat beradiki, korxonada boshqaruv davlat xarajatlarining oshib ketishi, shu bilan birgalikda valyuta kursidan ko'rgan zararlarni ko'rishimiz mumkin. Mahsulot xizmatlar sotishdan tushgan 1 milliard 570 million tashkil etadigan bo'lsak, valyuta kursidagi zararlarni o'zi 1 milliarddan oshib ketadi. Va 2021-yilda ko'ryapmiz, 2 milliard 150 million tashkil etadi. Va 2022-yilda bu yana salmoq oshib ketadi. Ya'ni korxona nihoyatda katta miqdorda valyuta mablag'larini jalb qilgan, korxona zamonlashtirish uchun valyuta kursining oshishi natijasida bularning valyuta kursidagi zararlari oshib borib, buning natijasida olayotgan sof foyda salbiy bilan tugadi. Shu bilan birga uzumchilik majburiy korxonalar subsidiyalar mexanizmi bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqdik. Ya'ni bu keyingi keyingi mana ilmingimizda sug'urtalash bo'yicha uzum hosilini sug'urtalashda to'lanadigan sug'urta mukofotlarining 50%gacha bo'lgan qismi davlat byudjetidan qoplab berish uchun ajratiladigan subsidiyalar hisob-kitobini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda respublikamiz bo'yicha ekin maydonlari, ya'ni hozir ko'targan maydonlarimiz bunisi 2000 gektarni tashkil etadigan bo'lsa, bizda yalpi hosilimiz 2023-yilda 1,730 million tashkil etadigan bo'lsa, shunda yalpi hosil qiymatimiz bizda bo'lyapti 20 trillion 764.800 million tashkil etadi. Shunda yalpi hosilimizni sug'urta javobgarligini hosil sug'urtadan misol uchun qiymati 50% deb oladigan bo'lsak, 20 trillion 50% 10 trillion 386 milliard so'm tashkil etadi. Shunda sug'urta mukofotini mana 6% deb hisobladigan bo'lsak, 622 milliard 944 million so'm tashkil etadi.
Shunda biz taklif qilayotgan narsani yana davlat byudjetidan shuning 50%ni ajratish, ya'ni 311 milliard so'm, 311 milliard 472 million so'mni pul biz ajratadigan bo'lsak, shunda bizda respublikamizda uzum ishlab chiqaruvchi uzum yetishtiruvchilarning uzum yetishtirishga bo'lgan riskni biz ta'minlagan bo'ladi. To'rtinchi yilning yangiligimiz, ya'ni O'zbekiston uzumchilik majmuasida uzum yetishtirish hajmiga ta'sir etuvchi omillar, xususan hosillik bergan toploqlar va o'rnashgan miqdori, o'rtacha yillik harorat va aholi soni dinamikasi hisobga olgan holda 2030 yilgacha uzum yetishtirish hajmining prognoz parametrlari ishlab chiqilgan. Bu respublikamiz bo'yicha 2010-2023 yil bo'lgan uzum yetishtirish hajmini biz olyapmiz, tokzolar maydoni olyapmiz, hosilga kelgan tokzolar maydoni olyapmiz, yog'ingarchilik miqdorini olyapmiz, o'rtacha harorat va aholi jami sonini olyapmiz. Va shu bilan bizga ya'ni Tolex kichik kvadrat usul modelini qo'llash orqali tadqiqot hozir qo'yilgan maqsad vazifalar doirasida ularning ilmiy usuliy yechimlarini asoslashga quyidagi chizilgan model tuzib chiqildi va bunda uzum mavjud muammolardan foydalanadi. Ya'ni bu yerda Y, ya'ni X o'zgarishi buning majburiy uzum yetishtirish hajmi hisoblanadi. X1, X2, X3, X4, X5lar bunga ta'sir etuvchi omillar hisoblanadi. Shu bilan ya'ni bu bir ya'ni standart xatolik hisoblanadi. Ya'ni shu asosida biz kichik kvadrat usul modeli asosida olingan natijalarimizni ko'rishimizni jadvalimiz ya'ni bu yerda tokzolar maydoni hosilga kelgan tokzolar maydoni unchalik miqdorda o'rtacha harorat ular bilan orasidagi bog'lanishni ko'ryapmiz. Ya'ni bu yerda ko'ryapmizki, yer kvadratimiz 1.97 yilga juda yaqin tashkil etyapti. Ya'ni bu yaxshi qoniqarli deb biz buni qabul qildik. Ya'ni uzum yetishtirish hajmini 2030 yilga bo'lgan prognoz ko'rsatishlarimiz, ya'ni biz mana shu omillarimizni hisobga olgan holda, ya'ni biz bugungi kunda yetishtirilgan hajmimizni 2023 yilda 1 million 737 ming tonna bo'ladigan bo'lsa, 2030 yilga kelib biz 2 million 4 ming tonna uzum yetishtirishga ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda tokzolar maydonimiz 2030 yilga borib 1.14 million tashkil etadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, sirtdan o'z ma'ruzasini tugatdi. Marhamat, kimda qanday savollar bor? Marhamat. Nazarqulov Umidjon Rahimjonovich. Rahmat, o'lik yaxshi mavzularimizni eshitdik. Haqiqatda oldingi mana shu seminar paytlari ko'rayotgan paytga qaraganda takomil bo'lgan, bemalol nima deydi o'zini ushlab qilyapti, og'ir sifatida. Endi bir ikkita savollar qolgan, ular chiqyapti-da, shunga bir diskussiya sifatida bir so'ramoqchi edimda, siz hozir mana 3-chi yangiligimiz menimcha mexanizmni takomillashtirish bo'yicha 50%lik. Bu yoqda siz takomillashtirilgan deyapsiz-da bu mexanizm. Bu уже amaldami, shunda davlat tomonidan amalga oshirilyaptimi yoki siz tavsiya berganmisiz hisob-kitobni? Mana hisob-kitob bo'yicha tavsiya berdik. Mana sug'urta bo'yicha respublikamizda uzumchilikga bo'lgan sug'urta bo'lgan vositalar hatto jarimizda ko'rdikki, juda yaxshi. Lekin ularning sug'urta qilishga imkoniyatlari yetarli emas. Ya'ni biz taklif beramizki, uzum hosilini manfaatli sug'urta qilishimizda shuni davlat byudjetida 50% miqdorida hatto berish O'z taklifda, chunki avtoreferatda takomillashtirilgan deganda, ruschasida ham совершенство degan mexanizm. Shuni farqni ko'rish kerak bo'ladi. Просто bu ham juda nozik narsa-da, endi bu masalan tavakkalchilikka bog'liq-da. Masalan, valyuta kursi ham boshqa. Agar valyutaning kursi tushsa, nagrod yaxshidir, o'z kredit olishga выгодный-da, anaqaga, fermer, klasterlarga. Shuning uchun bu masalani yana katabana redaksiyasini aslida ko'rasizlar unda. Ikkinchisi, mana shu ko'rilgan korxonalarimizda diversifikatsiya masalasi qanday? Ya faqat uzumchilik. Chunki mana Surxondaryoda ko'ryapmiz, anaqasi minusga ketyapti-da. Uni boshqa yana sohalar, yo'nalishlari bor, tarmoqlar ichida. Uzumchilik asosiy bo'lmagani uchun, masalan, agar vino ishlab chiqarsa yoki boshqa chiqsa, boshqalarga bu tomoni uncha muhim emas. Muhim qayta ishlash yoki oxirgi mahsulotdir. Shu masalani so'ramoqchi edim.
Rahmat. Yani investitsiya masalasi bo'yicha maqsadimiz investitsiya deganimizda biz o'sha tabaqachilik darajasida barqaror qilish uchun tarmog'i yaratib, orqa olgan foyda bilan uni qisman zararini qoplash deb tushunamiz. Yani burada bu kameralar viloyatida o'sha bino buni aro sabab jamiyatida modernizatsiya holatini ko'rdik. Korxona modernizatsiya qilinmagan. İşlab chiqargan mahsulotlari raqobatbardosh emas. Nima uchun? Chunki ishlayotgan xom ashyolar binogoh uzunlar yetishtirmayapti. Bular ishlab mahsulot yetishtiruvchilardan qolyapti, lekin bu yerda har bir sortdagi uzunlar. To'rak uzun bor, maizbog' uzunlar ham bor. Shu natijasida ularning ishlab chiqargan mahsulotlari tashqi bozorda eksport qiladi. Shu hisobda ularning soliq foydasiga nihoyatda katta zararni ko'rishimiz mumkin. Bankrot bo'ladi. Ha, qoladi zararda salbiy natijalar ko'radi. Lekin mana ko'ramiz, Farg'ona transport cheklangan jamiyatni buni korxona juda ham zamonlashtirgan. Yetishtirayotgan mahsulot 70% miqdori faqat eksportga yo'naltirilgan. Shuning uchun katta miqdorda valyuta olingan hisobida valyuta kursiga zarar oshib bordi. Misol biz mana hozirgi ko'rishimiz mumkin, respublikamizda bugungi kunda valyuta kursining keskin tushishi natijasida buning oqibatida korxonalar katta zarar kelib chiqadi. Nima hisobda? Chunki mahsulot eksport qiluvchi korxonalar ularga teng bo'ladi. Narx belgilashda teng bo'ladi va boshqa omillar ta'sir etib ular yana zarar qilishadi. Shuning uchun bizda valyuta kursining oshishi ham, tushishi ham biz uchun yaxshi holat emas. Stabil holatda turgani biz korxona mahsulot ishlab uchun paydosh korxona juda yaxshi. Rahmat. Oxirgi savolim dehqon xo'jaligi. Qanaqa rol? Roli qanaqa? Çünkü siz azman klasterda qilyapmiz, to'g'rimi? Taklif beryapsiz. Bu faqat fermer xo'jaliklardan bo'ladimi bu klaster asosida yoki dehqon xo'jaliklariga ham qanaqa jalb qilinyapti? Sizning qarorlaringiz. Rahmat savol uchun. Bu dehqon xo'jaliklarining hududiy uzumchilik yo'lchilik o'sha tasdiqli klasterlarimizda albatta dehqon xo'jaligi ham, xo'jaliklari ham, fermer xo'jaliklari ham ular klasterga a'zo bo'lib, ular bilan ishlash mumkin, ishlash holati ta'minlash kerak aslida. Biz bugungi kunda respublikamizda uzumchilik tarmog'imizda ikkita yondashuvimiz mavjud, rivojlantirish, takomillashtirish. Ya'ni birinchisi maydalab dehqon xo'jaligi maydalab bo'lish, ikkinchisi klasterlashtirish bilan. Lekin dehqonchilik xo'jaligida hayratlarimizni rivojlantirib, respublikamizning nihoyatda katta ish hajmi va juda katta xarajatlar talab. Lekin klasterlashtirish tizimi orqali biz ya'ni zamonaviy uzum navlarini yetishtirish uchun yaxshi bizga qulay holat hisoblanadi. Chunki mana biz aytamiz, laboratoriya klasterlar ichida bo'lishi kerak. Mana hozir ko'ryapmiz, laboratoriyalar klaster tarkiblamasida ular ko'chatni yetishtirib beryapti, lekin ko'chat tashqi muhit bilan moslashmagan. Uning natijasida ko'chat hosilga kirmas nobud bo'ladi. Buning natijasida uzum yetishtiruvchi dehqon xo'jaligiga ham, fermer xo'jaligida nihoyatda katta zarar. Shuning uchun klasterning tarkibida laboratoriya bo'ladigan bo'lsa, shunda biz ko'zlagan maqsadimizga erishamiz. Ya'ni zamonaviy yangi navlarni barpo etib, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarib, o'zimizni bozorda va tashqi bozorda ta'minlash. Dehqonlarni ham jalb qilishimiz kerak. Buni sektorlik bilan zamonlashtirish bu ham dehqon xo'jaligi, ham fermer xo'jaligidan ularning bir kattasi o'zichilik. Rahmat. Marhamat, yana kimda qanday savoli bor? Onlayn formatda qatnashayotgan. Assalomu alaykum. Iroda Bahromjonov mumkinmi? Mumkin. Marhamat, professor Hasanov Shavkat Tursunqulovich. Marhamat. Ha. Mana hozir talabgor Boltayev Nazarbek Narzullayevich hozir Bagdadni ham eshitdik. O'tgan safar ham bu yerda yetakchi tashkilot sifatida ham xuddi shunaqa kichikroq bir format o'tkazgandik. Mana shu menda yana bir savol, yana bir aniqlashtiradigan. Hozir mana 4-rasmda Midjon aka hozir savol berdi, nazar qilib. O'sha agroklasterni o'sha yerda ham shuna savol bo'lgan. Agroklasterda asosiy o'sha ushlab turadigan, boshqaradigan o'sha mexanizmni o'rtasida turadigan, ularning munosabatlarini yo'lga qo'yadigan qaysi bir yerda, qaysi bir ishtirokchi, qaysi institut hisoblanadi? Mana shu sal shu 4-rasmda ham avtoreferativ ko'rsatilgan, hozir dokladda ham keltirildi. Mana shuni bilmoqchi edim. Asosiy tashkil etuvchi, uni harakatlantiruvchi kim bo'ladi? Masalan, ko'p bilamizki, o'sha biznesga yo'naltirilgan holatlarda ko'pincha qayta ish korxonalari bu zimmani, bu masalani o'z zimmasiga oladi. Boshqa joylarda
ilmiy tekshirish institutlari, laboratoriyalar yoki universitetlar o'sha asosiy markazda turadi. Sizning mana shu yerda taklifda qaysini kimni o'rtaga kirib o'sha agroklasterni birlashtirib, barcha institutlarni birlashtirib, o'sha shartnomalarni, o'sha yerda munosabatlarni bir qanaqadir nima deylik, muvofiqlashtirib turadi degan birinchi savolda. Birinchi savol. Ikkinchi savol, kechagi ham aytgandik, baribir ham mana shu yerda men balki avtoritarati yo'qdir, balki taqdimotlarni ko'ryapman, nima deydi haligi grammatik ayrim xatolar borda mana shu. Shuni agar avtoritarati to'g'irlash kerakdir balki. Taqdimotda lotin, kiril aralashib qolgan joylar bor ekan tekshiruvlarda. Shularni ham balki bir o'tgan safar ham bunaqa bo'lgandi. Mana shu savollardir. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Yani burada uzunçe binoshiga klasterlari ular mustaqil faoliyat yurituvchi subyekt bo'lishi kerak. Yani burada biz aytayotgan institutlar buni tarkibida o'zimizning klasterimiz ishlar tarkibida bo'ladi. Ular institutlar, ya'ni bular hech qanaqa tuman hokimiyatlari yoki boshqa davlat boshqaruv organlariga bo'ysunadigan emas. Ya'ni aksar davlat jamiyat ko'rinishida yoki shakllangan jamiyat ko'rinishida tashkil etilib, bularning faoliyati to'liq bozor mexanizmiga moslashtirilishi kerak deb hisoblaymiz. Chunki bu biz taklif etayotgan hududiy uzumchilik yo'nalishli klasterimizda ilmiy tadqiqot muassasalari ham, mana ko'ryapmiz, laboratoriyalar va boshqa ham bitta agroturizm misol uchun hamma bitta tarmoqlar o'zida mujassam bo'lgan boshqaruv tuzilmasi hisoblanadi. Shuning uchun ular mana shunaqa nimalar bilan ta'minlashgan bozor munosabatlariga, mexanizmlarga asoslangan bo'lishi biz taklif etamiz. Keyingi savolimiz Bo'ladi, bo'ladi. Keyingi savol bor. Keyingi ishlar hisob olishingiz kerakda. Rahmat. Keyingi savol professor Hamidov Ahmad Muhammadxonovich. Marhamat. Assalomu alaykum. Katta rahmat qiziqarli taqdimot uchun. Agar ruxsat bersangiz, 2-3 savolim bor edi. Birinchi savolim shu dissertatsiyani foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini ko'rib chiqqanimda, shu asosan shu mahalliy va aytaylik mintaqaviy shu regional manbalarga tayanilgani ko'zga tashlangan. Lekin uzumchilik rivoji bo'yicha, shu uzumchilikni rivojlantirish bo'yicha xalqaro tajribalarni ham o'rganganmisiz? Agar o'rgangan bo'lsangiz, ulardan qanday bir saboqlar yoki bir ilg'or tajribalarni ajratib ko'rsatgan bo'lardingiz? Shu sizni tadqiqot natijalaringiz qanchalik shu xalqaro izlanishlar bilan mos keladi yoki farq qiladi? Bu birinchi savolim. Bilmadim, savollarni aytaveraymi yoki javob berasiz, keyin davom ettiramizmi? Qaysi bir ma'qul sizga? savolga javob beraman, keyingi savolga bo'ladi. Xo'p. Yani birinchi savolingiz bo'yicha dissertatsiyada albatta siz bilan o'rinli savol berdik, rahmat sizga. Yani biz ko'p olimlarning tadqiqotlaridan albatta foydalandik. Xalqaro tajribalardan, o'zimizni mustaqil davlatlar hamdo'stligidan, Gruziya, Moldaviya, Ozarbayjon davlatlari, Tojikiston Respublikasi uzumchiliklarni o'rgandik va boshqa rivojlangan davlatlarda Germaniyani o'rgandik, Avstraliyani o'rgandik, Chili davlati uzumchilik sanoatini o'rgandik. Ya'ni biz shunaqa taklif etayotgan jihatlarimiz shunaqaki, hozirgi kunda ko'p o'sha dunyo davlatlaridagi, rivojlangan davlatlardagi uzumchilik xo'jaliklari ular to'liq bozor tamoyiliga o'tgan emas. Endi bizning respublikamizda mana hozir kuzatyapmiz, ko'p davlat tasarrufidan chiqarib bozor mexanizmiga bizga mana o'tish jarayonida amalga oshirilyapti va buni natijasini mana ko'ryapmiz.
respublikamizda deyarli bironta davlat korxonasiga ulushga ega bo'lgan deyarli ko'p korxona tashkilotlar qolmadi. Ya'ni biz ham harakat qilyapmizki, mana shu rivojlangan davlatlarning tajribasida maqbul jihatlarni olib, mana shu uzumchilik, o'sha hududiy uzumchilik munosiblik klasterini tavsiya qilyapmiz. Ya'ni chunki o'sha davlatlarda mana shu bo'limlar, mana shu institutlar bitta joyda mujassam etgan. Ya'ni o'zini nimasini topgan. Barcha ilmiy tadqiqotni ham va boshqa misol uchun ilmiy laboratoriyasidan ko'rish mumkin, agroturizmdan ko'rish mumkin. Bularda hammasi mujassam etgan. Va bugungi kunda mana hukumat qarorlaridan, hukumat prezidentimiz tomonidan mana agroturizmda, uzumchilikda misol uchun mana qilyapmiz, mana Toshkent tumanida bu narsa juda ham katta sa'y-harakat amalga oshiryapmiz. Va bu narsaga erishamiz. Mana shu rivojlangan davlatlar tajribasidan Katta rahmat. Javob juda qoniqarli, rahmat. Ikkinchi savolim, shu kirish qismida ham avtoreferatda yozgan ekansiz. Hozirda shu butun dunyoda uzum mahsulotlariga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda deb. Shunda endi O'zbekistonda shu uzum eksporti bugungi kunda qanday yo'lga qo'yilgan? Shu haqida bir qisqacha aytib o'ta olasizmi? Masalan, aytayapsiz shu yangi navlarni joriy etish bo'yicha nima deb o'ylaysiz? Shu endi biza o'zimiz hozir Germaniyadamiz, lekin shu yurtga borganimizda bilamiz, bu yerlarda ko'proq masalan danaksiz uzum navlari juda ham yaxshi ketadi endi bozorlarda. Shuning uchun bizada faqatgina endi bilmadim, balkim sizda boshqa qanaqa ma'lumotlar bordir. Borsak asosan biza shu kishmish uzumlarini ko'ramizda, danaksiz. Shu O'zbekistonda katta danaksiz uzum navlarini ishlab chiqarish yoki shularni eksport qilish bo'yicha qanday bir ishlar qilinyapti va sizni taklifingiz qanday bo'lardi shu uzum eksportini yanada ham ko'paytirsak O'zbekistonda? Biz respublikamizda xuddi siz aytgan yo'nalishda, ya'ni maischilik yo'nalishi bo'yicha Start Agro degan holding tashkil etilyapti. Ya'ni butun katta tumanimiz uzumchilikda o'sha hisoblashtirib, sifatli va xabardosh o'sha mahsulotlarni yetishtirishga hisoblashlaydi. Va shu bilan birgalikda vodiyda Farg'ona viloyatidan ko'p tadqiqot jarayonida ko'rdikki, hududda ishlab chiqarilgan uzum mahsulotlarini ular eksport qilyapti, lekin Yevropa davlatlariga boshqa davlatlar, rivojlangan davlatlar bozoriga olib kira olmasligi sababli ularda shu sertifikatsiya tizimlari, standartlashtirish tizimlariga muammolar tufayli o'sha bozorga kira olmayapti. Lekin tadqiqot jarayonida shunaqa holatlar mavjud bo'ldiki, ya'ni bu yerda asosan u davlatlarning o'sha davlatlarning bozoriga kirish uchun o'sha xalqaro sertifikatlarga ega bo'lish talabi qo'yilganligi uchun bizda aslida muammo jihati shundan. Agar biz shu oramizdagi muammolarni yechimini qiladigan bo'lsak, biz imkoniyatimiz barcha nimalarimiz yetarli. Raqobatbardosh eksport va mahsulot yetishtirishni hech qanaqa muammo qolmaydi. Rahmat. Oxirgi savolim endi bunisi sal o'zimizni sohaga yaqinroq, suv xo'jaligi bo'yicha. Shu ilmiy yangiliklaringizdan birida shu uzumzorlarni serhosil va kasalliklarga chidamli yangi navlar bilan yangilash zarurligi ta'kidlangan. Hozir ham aytib o'tdingiz. Shu endi shu ushbu navlar yoki qaysi birinchi savol balkim qaysi aniq navlarni nazarda tutyapsiz? Ushbu navlar qanchalik qurg'oqchilikka yoki shu suv tanqisligiga chidamlik darajasini qanday baholaysiz? Shu umuman olganda mazkur navlar shu optimal o'sish uchun qancha suv talab etiladi va suv resurslari cheklangan sharoitda ularni joriy etish qanchalik maqsadga muvofiq deb hisoblaysiz? Rahmat. Rahmat savolingiz uchun. Biz tadqiqot jarayonimizda olib borayotgan jarayonda shunaqa holatlar bo'ldiki, ko'p xo'jaliklarda mana Farg'ona viloyati Fergana Fransiya o'simlikchilik jamiyati mas'ul shaxslari shunaqa biz aytayotgan o'sha eng zamonaviy vinobod sortlarida eng yaxshi bugungi kunda yaxshi hosildor ham yaxshi sifatli vino ishlab chiqarayotgan uzum o'sha ko'chatlarni olib kelib ekib, bizning tabiiy iqlim sharoitimiz harorat biroz ko'tarilishligi evaziga haddi miqdori biroz oshib boryapti. Ya'ni ulardek o'zgan o'sha sifatli vinobod sanoatbop uzumni biz yetishtira olmayapmiz.
Chunki bizni tabiiy iklim sharoitimiz biroz issiqroq bo'lganligi sababli o'sha mavsumda ta'min miqdori oshib boradi. Shuning natijasida biz ishlab chiqarayotgan bino mahsulotlarimizda jahon bozoridagi biroz farqlar tasvirga uchrayapmiz. Va bugungi kunda respublikamizda juda ko'p mana hududlarda yangi mana qo'shma shtatlar navlari yaxshi navlarga kirib keldi va buni ishlaryapmiz va buni bozorlar va boshqa bozorlarda savol qilishga mana harakat qilyapmiz. Katta rahmat. Savolim yo'q, rahmat. Marhamat, yana kimda qanday savollar bor? Chatda ham mana savollar berilgan ekan. Marhamat. Savol bor. Berasizmi? Doktor Munira Aminova. Avtoreferatning 5-rasmida berilgan tavsiyalar bo'yicha sug'urta tizimini takomillashtirish bo'yicha berilgan tavsiyangizda chuqurroq tushuntirib bering. Sug'urta bo'yicha. Birinchi savol. Beshinchi rasm. 5-rasmda sug'urtalash bo'yicha berilgani ham chuqurroq tahlil qiling. Sug'urta bo'yicha bergan taklifimizda shunaqa deyapmizki, ya'ni biz respublikamizda uzun eshittirishdan respublikamizda bu 2023 yilda 1.230 million uzun eshittirayotgan bo'lsak, biz buni o'rtacha 12 ming so'mga ko'paytiramiz. 20 trillion 763 ming so'mni hosil bo'ldi. Biz bu narxni qayerdan oldik? Ya'ni tadqiqotimizda har bitta xo'jalikda uzumlarni sotish narxini hisoblab bilan o'rtacha 12 ming so'mga baholadi. Va bu bo'yicha hisoblaganda 20 trillion 764 milliard so'm tashkil etadi. Yalpi hosilimiz qiymati. Shundan biz sug'urta javobgarligini 50% bo'ladigan bo'lsa, shunda 10 trillion 382 milliard so'm pulni biz olyapmiz 50%. Shunda sug'urta mukofoti uzumchilik bo'yicha 6% bo'ladigan bo'lsa, o'sha hosil 50% oladigan bo'lsa, 622 milliard 944 million so'm tashkil etadi. Bu ko'rsatkich. Shunda biz davlat byudjetidan ajratilgan subsidiya mukofoti bizda 311 milliard 452 million bo'ladigan bo'lsa, biz respublikamizdagi uzum mahsulotlarining hosilini biz sug'urta qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. To'g'ri, albatta bu bizning byudjetimizda biroz mukammal bo'lishi mumkin, lekin buning natijasi davlat byudjetiga bir necha barobar ko'p miqdorda yalpi daromad kelib tushiradi. Bu uzumchilikda umuman qishloq xo'jaligida berilgan subsidiyalar bular yil yakunida yana qayta byudjetga ko'p miqdorda xabar mahsulot yaratilib, bundan qo'shimcha qiymat yaratish evaziga ko'p davlat byudjetiga tushadi. Bu byudjetdan hech qanaqa biz zarar qilmaymiz, ajratilgan pul mablag'imiz. Shuning uchun biz 2023 yilda ko'rgan ananas sovuq bo'yicha ananas sovuq ta'sirida Zoshli Surxondaryo hududimizda deyarli uzum hosili bo'ladi. Butun respublikada fermer uzumchilik xo'jaliklari nihoyatda katta zarar. Katta maydonlarda bir dona uzum bor. Lekin bu respublikada uzumchilik tarmog'ini biz sug'urta qilishimiz kerak. Bugungi kunda mana iqlim o'zgarishini hisobga oladigan bo'lsak, albatta sug'urtaga bo'lgan ehtiyoj juda ham bor. Xo'jaliklarga ham to'g'riroqda aytyaptik, bizga ishonchli kafolatlangan sug'urta kompaniyasi bo'lsa ishlaymiz. Asosan xorijiy investor bo'ladigan sug'urta kompaniyalari bilan biz ishlashga tayyormiz. Lekin buni biz agar davlat tomonidan 50% ishni olsa, 111 milliard so'm 470 million so'm agar biz yo'naltiradigan bo'lsak, bizda respublikamizda shu xo'jaliklar to'liq sug'urtalangan bo'ladi. Va buning natijasida katta natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Marhamat, yana savollar. Marhamat, professor Berdiyev Bekzod Hajarov. Rahmat kattakon, juda qiziqarli prezentatsiya va oldingi safar ham uchrashuvda biz ma'lum bir tavsiyalarni bergan edik va shu tavsiyalarga yana qaytaman. Masalan, xulosa 5-asosda so'rovnomalarga asoslangan juda qiziqarli xulosa berilgan va shaxsan o'zim bu xulosalarni juda o'rinli deb bilaman. Ayniqsa innovatsiyaga moyillik yoki mablag' yetishmasligi. Lekin meni qiziqtirib turgan tomoni shundaki, o'tgan safar ham shuni so'ralgan edi. Buni statistik tahlilni hech qayerda ko'rmadim, innovatsiya moyillik masalan. Chunki bu juda dolzarb. Yoki mablag' yetishmasligi, statistik tahlilni ko'rilmaganligi, bunga qanday izohlaysiz buni? Va keyingisi juda yaxshi qiziqarli modellashtirishni bergansiz. Biz bilamiz, maydon to'g'ridan-to'g'ri bu mahsulotni yetishtirishga to'g'ridan-to'g'ri regressiyada asos bo'la oladi, lekin xulosaga
bog'langan regressiyada aytaylik taklif berishda regressiyada o'z aksini topmaganligi ham juda qiziqarli. Bu birinchi savol edi. Ikkinchisi xolos siz javob berib olsangiz keyin. Rahmat savolingiz uchun juda ham o'rinli savol berdingiz. Albatta bu biz ishlab chiqargan modelimizda biz ishlab chiqargan usuldan foydalandik. Bir nechta modellar nazarimizda mavjud edi. Keyin albatta biz modellashtirishda ko'p yuzlab ma'lumotlarga zarur bo'ladi. Ayrim manidan foydalanganimizda shunaqa holat bo'ldiki, xotimizni misol uchun bir yuzda 10 ta fermer xo'jaliklar olgan bo'lsa, 3 yil ketma-ket shu xo'jaliklardan men so'rovnoma olishni talab qilardi. 3 yil ketma-ket. Shunda korrelatsion, regression bog'lanishlar natijasi juda ham yuqori bo'ladi. Menda shu tadqiqot jarayonlarimda endi olib borgandan keyin bildimki, o'sha modelga meni o'sha ma'lumotlarim biroz xatoliklar yuqori bo'lib chiqqani uchun men shu model asosida foydalanib shu natijaga erishdim. Keyin siz aytyapsiz, innovatsion omillar deb aytyapsiz, o'zingiz beryapsiz. Albatta, innovatsion omillarni men ma'lumotlarni oldingda, keyin bu yerda xatoliklar chiqqanligi uchun o'sha innovatsion ma'lumotlarimiz uzoq 10 yildan beri hozir jadvalimizda ko'rib 2010 yil, 2023 yil ma'lumotlar. Ya'ni biz bilamizki, o'sha innovatsion omillar yaqin kunlarda amalga oshirish boshladi. Yani 5 yil, oxirgi 5 yillarda biz uzunzorlar standart qilish va boshqa zamonaviy usullardan foydalanish natijasida o'sha 5 yillik ma'lumot bo'lgani uchun men bundan foydalanaman. Albatta, bu kelgusi tadqiqot ishlarimda bu innovatsion omillarni yaratishga chuqur kirib va buni yaxshi natijalarni olishni ta'minlashga asosiy ustuvor sifatida Savol yana ham aniqlashtiraman. 3 yillik agarda tahlil bo'lsa, nima uchun statistik tahlilni ko'rmayapmiz hozir biz? Mana 3 yillik sizda ma'lumotlar bor ekan. Nima uchun uni statistik tahlilni ko'rmadik? Yo, bu yerda umumiy ma'lumotlar keltirgan, просто avtorafatimizda hajm cheklanganligi uchun men avtorafatga kiritolmadim. Lekin dissertatsiyada bo'lsa qo'yish kerak degan ma'noda. Keyingi savolim 5-rasmdagi mexanizmni takomillashtirishga juda qiziqarli tavsiya berilgan ekan. 5-rasmda bu tavsiyani tagida muallifni ilmiy tadqiqotlar asosida tuzilgan deb aytilgan va bunda ham mana sug'urtalash, moliyalashtirish juda yaxshi tavsiyalar kiritilgan, lekin buni ham hech qanday bir raqamlarda yoki yana modellashtirishda, endi modellashtirishni xatoliklar ko'pligi tufayli deb aytib turibsiz. Buni ham aksini ko'rmadik. Buni qanday izohlagan bo'lasiz? Bu yerda mana bu uzunchalik yoshli kasr davlat tomonidan pulash mexanizmi takomillashtirilgan bilimlarning rasmiga 5-rasm. yana bu yerda tavsiyamiz uchun kredit foizi 15% miqdor davlat byudjetidan qoplab berish va boshqalarga nisbatan dissertatsiyamizda bor. Nima uchun biz 15% deb qo'yishimizdan asosiy maqsad bizning o'sha agrar korxona qishloq xo'jalik korxonalarimizni har yili 15% miqdorda, eng kamida minimal 15% miqdorda moddiy texnik bazalarni yangilab borish talab etilganligi hisobida biz aynan shu 15% deb olgan. Lekin bu ta'riflarimizda dissertatsiyada mavjud. Shuning uchun 15% qismlarini qoplab va boshqalarda. Пожалуйста, если есть вопросы. Если можно. Пожалуйста. Большое спасибо. Я извиняюсь, на узбекском не смогу своего мнения сказать. Я очень вдохновлен материалом, который мы получили. Поздравляю. Очень большой состав ваших публикаций за последние годы. Это очень импрессив. У меня такое вдохновление, что перед нами докторант очень сильный, серьезный, хороший ученый с знанием профессиональным всех деталей. У меня, я не смогу идти в детали, но
Я бы хотел услышать коротко ваш критический подход, критический осмотр ситуации в виноградстве. Мы знаем все, что в сельском хозяйстве огромная проблема с процентом потери. Я не нашел информации об этом. Здесь как разные меры были для повышения объема производства. А мой вопрос или есть, но этот результат не так огромный. Когда мы смотрим на сравнение 2024 года и план на 2030 годы, это рост будет всего 10%. В заключение, здесь есть информация, что с 2010 года выросло производство на 2,1 раза, но с 2010 года, но с 2024 года, за последние данные, у нас всего план развития на рост 10%. Так я понимаю, что это очень сложный процесс получить экономический прибыль в деньгах, сравняя с климатом, сравняя с площадью, доступной до этого, снижением населения, которое включено в это. Скажите, пожалуйста, три примера рисков для развития виноградства в Узбекистане. Самые три главные проблемы. Yani ilk beşe Bemalol, давай дальше. yani Türkiye'de albatta bana ular o'rganuvchilar savolni ko'tardilar. Haqiqatan respublikamizda değerli ko'rgazmalarimizni katta islohot bo'lishidan qaramasdan sezilarli darajada yuqori ko'rsatishga nima bo'lmayapmiz, chunki respublikamizda intensiv jarayonlarni amalga oshirish natijasida biz istiqbollarni buzayapmiz ko'proq. Shu misolda maydonlarimizda katta o'zgarishga hosildorligimizda katta o'zgarish bo'lyapti. Hosildorligimizda katta bo'layotgan sababi bizda tarkibiy o'zgarishlar, diversifikatsiya jarayoni, modernizatsiya jarayonlari amalga oshayotgan hisobiga shunaqa holatlar vujudga kelish kerak. Keyin binochilik tizimimizda ham bular aytdilar, kattalar. Binochilik bilan mana hozir ko'rishimiz mumkin, nihoyatda katta yutuqlar erishdik desam mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, Farg'ona transport jamiyatida modernizatsiya 22 davlatda bevosita bino mahsulotlarini eksport qilishga erishdi va ular katta miqdorda yaxshi daromad olishi. Nazarbek, конкретно sizga savol bo'ldi, tavakkalchilik bo'yicha. Uchta misol. Shuning uchun savol konkretno javob eding. Ya'ni risk bo'yicha misol kelganda birinchi navbatda iqlim o'zgarishi. Iqlim o'zgarishi Первое, изменение климата. Первая причина. Ikkinchisi kredit foizlarini hozirgi paytda yuqori. Да, слишком высокие, да, процентные ставки. Кредитные процентные ставки очень высокие, да. Uchinchisi zamonaviy texnologiyalarni qo'lga kiritish bo'yicha muammo. Проблема, да, с привлечением вот этих инновационных новых технологий. Да. Да, есть проблемы. Вот основные три, да, момента. Ularni ham eng asosiy uzun Manimcha, siz конкретно уже javob berdingiz. Если есть еще следующий вопрос, пожалуйста, вы можете задать. Вопрос или политика кластеров помогает в этих решении этих рисков климата, это мы не сможем много сделать, да? Кредиты, они
не дешевле и не будут никогда дешевле. А политика льгот, она ну, не помогает развитию. Это для всех должны быть те же самые условия. Да? То надо зарабатывать деньги, а не экономить. Да? Вот вопрос, где найти источник денег для развития? Рынок – это только экспорт, переработка, да? Это у вас вопрос, да? Ну, вопрос, ну, такой комментарий, что я бы ожидал, чтобы тоже к этому относиться, может, на следующем этапе. Да? В самом начале вы, когда вы задавали вопрос, вы упомянули о потерях, да? Да. Которые, естественно, вот эти потери, они должны учитываться. Вы хотели узнать, Какой процент? учитывают ли вот эти потери в своих расчетах, Да. правильно? Есть у Потому нас- что он очень хорошие расчеты предоставил, вот таблицы, да? Конкретно по себестоимости и по прибыли. Nazarbek, siz tushundingizmi mana savol? Mana shu nimalarda, hisob kitoblaringizda siz yo'qotishlarni, mahsulot yo'qotishlarni hisobga olganmisiz? Degan nimani boshladilar-da shu Omil sifat. omil sifatida demoqchi edilar boshida. Tabiiy yo'qolish hisoblanadi. Да, bo'ladi-yu o'zi. Olmagan. Он не учитывал. И как фактор, Да, как фактор модель как вот фактор, да. Потому что, ну, мы знаем, что в некоторых отраслях сельского хозяйства даже и 40, и 50% потери, да? Да. Так, цель, чтобы повышать производство, значит, мы будем повышать тоже потери. А не в том дело, да? С потерей у нас не будет прибыли, не будет денег. Что сделать, чтобы было больше потери, доходы. Да. Это как альтернативный издержек. Спасибо. Спасибо, Владимир. Yana kimda qanday savollar bor? Boshqa savollar bo'lmasa, agar menda ham ikkita savollar bor edi. Hafta referatingizni mana 24-betda 6-rasmda siz uzum yetishtirish hajmining 2030-yilgacha bo'lgan prognoz ko'rsatkichlarini bergansiz. Menda savolim konkretno mana shu prognozni ishlab chiqishda qaysi modeldan foydalangansiz? Birinchi savolim. Biz bu bayonot ishlab chiqishda shu holistik chiqarlar usuldan foydalandik, to'g'risida modeldan foydalandik. Va bu omillarda hisobda O'z modeli prognozni beradi. Chunki 5-6 ta modellar bor, Arima, Salima, yana boshqa modellar bor-da, shuning uchun konkretno Bitta chiziqni prognoz. ishlab chiqarish to'g'risida funksiyalari ishlab chiqarish to'g'risida funksiyasidan foydalanadi. Siz formulasi yozsa, shartli prognozlashning chizig'i funksiyasi degan mavzu berdik. Ya'ni bo'ldi y barobar 19,742x plus 300 ishla yetishtirish hajmini beradi. Ya'ni shu bo'yicha mahsulot ishlash xonalarni materialisi o'sha yetishtirish hajmimizni chiqaradi. Ya'ni bu modelimizda saytimizda bor edi. Ya'ni bu yerda yer kvadrati degan determinastik taksida bergan funksiyada yer kvadratining qiymatini mos-ravishda 0.91 0.66 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin edi. Ya'ni funksiyalarning qiymatlari bu tahlillar uchun tanlangan model ma'lumotlarni to'plagan mos ekanligini biz ko'rdik. Ya'ni olingan tahlillardan shuni aytish mumkinki, model uchun talab qilingan o'zgarishlar statistik jihatdan muhim va musbat ta'sir ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni hosilga kelgan uzum maydonlarining 1% ga oshishi uzum yetishtirish hajmini o'rtacha 20,8%. Yog'ingarchilik miqdorining 1% ga oshishi esa uzum yetishtirish hajmining o'rtacha 0,8% ga kamayishiga olib kelishi mumkinligini ilmiy tadqiqotimizda asosladi. Shu bilan birga modelga Tushunarli, Nazarbek. Endi mana siz chizig'li deb aytyapsiz funksiyani. Endi albatta bu yerda Fisher, student mezonlari bor. Albatta bu hafta referatda shuni natijalarini berib qo'yish kerak edi. O'shaning uchun o'zingizdan bilmoqchi edim, bu natijalari qanday chiqqan? Chunki bu natijalar bo'lmasa, biz bu prognoz to'g'ri ishlab chiqilganmi, yo'qmi deb ayta olmaymiz. Ishonchliligi degan nimasi biz shu ikkita mezon bo'yicha aniq ayta olamiz. Shuning o'zingizdan bilmoqchi edim, bu bo'yicha qanday natijalar bo'lgan?
Ber. Marhamat. Natijalarimiz yaxshi xatolik darajasi kam chiqqan. Ya'ni bu farqlarni servisimiz ham yaxshi hisob kitoblar berilgan. Dissertatsiyada berilgan, ha? Sertifikasiya. Yaxshi, keyingi savolim mana 20 betda doktor mana ko'p olimlarimiz bu bo'yicha berishdi, tavsiyalar bergansiz. 5-rasm bo'yicha menga savol edi. Bu yerda tavsiyalarda moliyalashtirish va kreditlash bo'yicha tavsiya bergansiz. Subsidiya bo'yicha juda yaxshi taqdimotda hisob kitoblari bilan berdingiz. Lekin mana qiziqtirayotgani mana bu yerda birinchisi beryapsiz imtiyozli kreditlash bo'yicha. Endi bu umumiy so'z imtiyozli kreditlash. Endi avtoreferatda tushunarli, chegaralangan beti. O'shaning uchun men aniqroq bilmoqchi edim bu bo'yicha imtiyozli kreditlashda tartibi qanday bo'lgan, uni foizlari qanday bo'lgan, mana shu uzumchilik, vinochilik klasterlarini imtiyozli kreditlashda. To'g'ri tushundingizmi? Siz berdingizmi imtiyozli kreditlar? Bu imtiyozli kreditlashda necha foiz belgilangan, qanday tartibda? Rahmat savolingiz. Bizda iqtisodiyot masalalariga besh foizdan oshish kerak emas. Ya'ni imtiyozlarga 3 yilda beramiz, sababi 3 yilda hosil ekan. Buni orasida boshqa turindan to'plash imkoniyati yo'q. Xo'jaliklarda imtiyozli kredit bermasak yoki past foizli kreditlar taqdim qilmasak, u mahsulotlar yetishtirolmaydi. Kredit bosimi bilan nihoyatda charchatib qoladi. Shuning uchun biz aytamizki, 3 yil muddatgacha ularga shu imtiyozli kreditlarni berishimiz kerak. Imtiyozli davr berishimiz kerak. Va buning natijasida keyin 3 yildan keyin kreditlarning asosiy qismini foiz bilan to'lashni berishimiz kerak degan shuni taklif beramiz. Tushunarli, rahmat. Yana kimda savollar bor? Savollar bo'lmasa, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, muhokamani davom ettiramiz. Nazarbek Mashrutovich o'tirsangiz bo'ladi. Dissertantning ilmiy rahbari, iqtisodiyot fanlari doktori professor Ablamuradov Narzulla Naimovichning yozma xulosalari mavjud. Narzulla Naimovich, xulosa bilan cheklanasizmi yoki qo'shimcha qilasizmi? Mana endi yozma ravishda berganman. Fikrlarimni bayon qilib berganman, umuman olganda ijobiy xulosa berganman va albatta bizga muhokama mana hozirgi bo'layotgan shu ilmiy diskussiya davomida yana ko'rinyapti. Bu bo'yicha hali judayam hozir masala qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'p. O'ylaymanki, dissertant keyingi ishlarni ham buni inobatga olib, bu masalani yanada ichiga kirib boradi. Albatta bu mamlakatimizda mana shu sohani rivojlanishga xizmat qiladigan ishlarni yanada ko'proq bo'lishi biz uchun judayam muhim. O'ylaymanki, bu yerda kengash a'zolari ham shuni qo'llab-quvvatlaydigan bitta. Rahmat. Rahmat. Mazkur dissertatsiya ishiga kelgan yetakchi tashkilotning rasmiy takrizi va avtoreferatga kelgan takliflar bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotibga. Rahmat ustoz. Ushbu dissertatsiya ishiga rasmiy yetakchi tashkilot sifatida Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti belgilangan va ushbu universitetga borib tadqiqot prezentatsiyasi bilan qatnashganda ushbu ijobiy xulosa berilgan. Shu bilan birga bir ikkita kamchiliklar yozilgan. Uni faqat kamchiliklarga to'xtalib o'tmoqchiman. Xususan uzumchilik majmuini rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribasidan foydalanishning asosiy yo'nalishlariga bag'ishlangan paragraf qo'shish hamda bu bilan masalan Tojikiston, Gruziya, Moldova tajribasini kengroq o'rganib, uni tahlillar asosida boyitib berish tavsiya etilgan. Shu bilan birga ma'lumki, Farg'ona viloyatida azaldan uzumchilik bo'yicha juda katta boy tajriba to'plangan. Ushbu tajribalarni mamlakatimizning boshqa hududlarida faoliyat yuritayotgan uzumchilik xo'jaliklariga ham keng joriy etishning aniq mexanizmini ishlab chiqilganda yaxshiroq bo'lardi deb aytilyapti. Shu bilan birga dissertatsiya ishida uzum va vino mahsulotlarini eksport qilish masalasi ham chuqurroq o'rganilib, mavjud muammolarga va ularni bartaraf etish bo'yicha
ushbu eksportni oshirish bo'yicha aniq tavsiyalar berilsa yaxshi bo'lardi deb aytilyapti. Shu bilan birga bu yerda raqamlashtirish bo'yicha, ya'ni aqlli qishloq xo'jaligi va sun'iy intellekt elementlarini keng joriy etish, masalan, masalalarni ko'rib chiqish ham maqsadga muvofiq deb aytilyapti. Shu bilan birga ushbu yetakchi tashkilotdan ikkita taxrischi belgilangan, ya'ni iqtisodiyot va buxgalteriya kafedrasi dotsenti, iqtisodiyot fanlari falsafa doktori Qalandarov hamda ikkinchi taxrichchi sifatida iqtisodiyot va buxgalteriya kafedrasi iqtisod fanlari falsafa doktori PhD dotsent Hasanov tomonidan ham bitta ikkita kamchiliklar ko'rsatib o'tilgan. Jumladan tayyor uzum va uzum mahsulotlarini tashishda transport va logistika xarajatlarini ham yoki ushbu infratuzilmani rivojlantirish va sertifikatlash bo'yicha ham yetarlicha ma'lumot berilganda yaxshi bo'lardi deyilyapti. Va uzumning yangi navdagi virussiz ko'chatlarni yaratish va tarqatish bo'yicha inventro laboratoriyasi masalasi biroz o'rganilgan, ammo bu holatni aniq bir misollar asosida aytilganda ilmiy va amaliy ahamiyati yuqori bo'lardi deyapti. Va ular xulosa sifatida mustaqil izlanuvchi Boltayev Nazarbek Narzullayevichning iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan ushbu dissertatsiya ishi ushbu ixtisoslik bo'yicha ixtisoslikka to'liq mos kelishi hamda Oliy asosiy komissiyasidan berilgan barcha talablarga javob berishi hamda ushbu talabgor PhD ilmiy darajasini olishga munosib deb hisoblangan. Agar ruxsat bersangiz, avtoreferat uchun olingan taxrizlarni ham bir yo'l aytib o'tib ushbu avtoreferat uchun jami 15 ta taxriz olingan. Avtoreferat uchun jumladan 6 tasi chet el mamlakatlari professor o'qituvchilaridan hamda 9 ta o'zimizning respublika oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan professor o'qituvchilar tomonidan berilgan. Jumladan chet el mamlakatlaridan Dolan School of Business, ya'ni Fairfield University, Amerika Qo'shma Shtatlarining professor Chris Huntley tomonidan dissertatsiya ishiga ijobiy taxriz berilgan. Shu bilan birga Koreya Respublikasining College of Commerce and Economics universitetida professor Adhamxon Ahmedxonovich ham ijobiy xulosa berilgan. Shu bilan birga Rossiya Federativ Respublikasi, shu bilan birga Tojikiston hamda Qozog'iston respublikalarida joylashgan ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilaridan ham ijobiy xulosalar olingan. Shu bilan birga bitta ikkita kamchiliklar yuzasidan to'xtaladigan bo'lsak, xususan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professor Mingluqulov tomonidan ham ijobiy xulosa berilib, faqatgina dissertatsiya ishida ayrim kamchilik, ya'ni birinchi bobda xorijiy tajribalarni kengroq o'rganish hamda buni respublika uzumchilik sohasiga joriy etishni batafsilroq kengroq ya'ni implementatsiya joriy etishini ko'rish deb xulosa berilgan. Shu bilan birga Termiz davlat universiteti iqtisodiyot kafedrasi dotsenti Norqobilov tomonidan ham bir ikkita kamchiliklar ko'rsatilgan, ya'niki tadqiqotda o'sha rivojlangan hamda rivojlanayotgan davlatlar tajribasini alohida bir taqqoslama tahlil qilib, ya'ni bizning mamlakatimizga, ya'ni rivojlanayotgan mamlakatlarga qanaqa qilib buni joriy etish masalasini ham ko'rib chiqish aytib o'tilgan. Shu bilan birga qolgan professor o'qituvchilarimiz ham ijobiy berildi. Shu yetakchi tashkilot va avtoreferat taklifidagi ko'rsatilgan kamchiliklar bo'yicha o'z munosabatlarini bildirish uchun marhamat, so'z sizga dissertatsiya. Yetakchi tashkilotlar navbatlarda kelayotgan o'zimizning taxrislarga kamchiliklar o'rinda ularni kemiklar qo'shishlarga asosiy vazifa sifatida asosiy komissiyasi tomonidan belgilangan shakllantirishda me'yorlar mavjud. Ya'ni shu me'yorlardan chiqmaslik uchun shu jihatlarga to'xtalib solmadik. Lekin ayrim kamchiliklarimizni keyingi tadqiqotlarimizda albatta vazifasini beramiz. Rahmat. Dissertatsiya himoyasini davom ettiramiz. So'z rasmiy opponent iqtisodiyot fanlari doktori professor Ergashev Erkin Iroqovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli
Narzula Naimov, hurmatli kengash a'zolari, hurmatli rais. Bugun ko'p chiqiladigan ish haqiqatda dolzarb. Demak, o'sha oziq-ovqat va qishloq xo'jalik soha strategik rivojlantirish tadqiqotlar markazi mustaqil izlanuvchisi Boltayev Nazarbek Narzullayev tomonidan demak 080004 qishloq xo'jalik iqtisodiyoti ixtisosligi bo'yicha uzumchilik majmuasida tashkiliy iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish mavzusiga tayyorlangan PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishi haqiqatda ko'rib chiqdim. Ish yaxshi, chiroyli yozilgan va albatta mana shu vaqt talabiga mos biroz e'tirozli joylari ham yo'q emas. Albatta har bitta ishda bo'lgan singari. Men buni mavzuni dolzarbligi haqida ikki og'iz fikr aytmoqchiman. Albatta bugungi kunda agrar sektorda modernizatsiya qilish jarayonida qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish, eksport masalalarida aynan bizga uzumchilik tarmog'i eng muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki uzumchilikda u ham pishgan meva shaklida uni demak qadoqlash yoki boshqa yoki uni quritish, undan keyingi nimalar ham juda katta imkoniyatlar yaratib beradi va buni bu mahsulotni biz ko'proq chiqarish, eksport qilish imkoniyatlarimizni yanada oshirish masalalari va undagi muammolarni yechimiga qaratilgan mavzu bugun hamisha dolzarb hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan demak dissertant bu sohada ancha ishlar qilgan, xususan u nafaqat nima deb ancha demak viloyatlar, xususan o'sha Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi Denov bino aroq aksioner jamiyati misolida yoki Sirdaryo tumanidagi Bunyod Gold MChJ misolida, misol uchun, yoki Farg'ona viloyatida Qo'qon shahridagi Mastona aksioner jamiyati ko'rsatkichlari, iqtisodiy ko'rsatkichlarni ham undan tashqari Fergana Frans demak MChJ uzumchilik klasterlar faoliyati iqtisodiy ko'rsatkichlarini o'rgangan, qiyosiy tahlil qilgan va tegishli xulosalar va takliflar berishga olib kelgan. Demak, albatta shu jarayonda dissertant tomonidan bir nechta ilmiy yangiliklar taklif qilingan. Xususan, birinchi ilmiy yangiligiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'sha uzumzorlarni sel hosil va kasallikka chidamli navlari bilan yangilash, rag'batlantirishda davlat tomonidan ajratilgan kreditlar uchun imtiyozli davr masalasi biriktirilgan va u 3-4 yil oralig'i berilgan. Albatta bu o'rinli, kerak. Sababi biz bugun kredit beramiz, ertaga to'lov qanaqa deb qolamiz. Fermer xo'jaligi ham, klaster ham, boshqa ham subyektlarimiz juda ham nochor ahvolda qolishi mumkin. O'shaning uchun mana bu toki o'sha hosilga kirgunga qadar imtiyozli davr belgilash bu demak o'sha subyektlarni moliyaviy va iqtisodiy bir barqarorligiga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Keyingi nimasi yangiligi o'sha uzumchilik yetishtirish, uni quritish, qadoqlash masalalari va o'sha hududiy uzumchilik, binochilik klasterlarini yaratish masalasi demak tashkil qilish orqali demak shu mexanizmlarni takomillashtirishga asoslanganligi aytiladi. Albatta bu borada xorijiy tajriba, masalan, xususan men o'zim ham shu soha bo'yicha demak Germaniyani klasterlarini yoki Germaniyadagi uzumchilik, binochilik klasterlari faoliyatini o'rganganman. Aynan dissertant ham demak o'sha aksariyat rivojlangan mamlakatlarni o'sha uzumchilik tarmog'idagi faoliyatini o'rgangan, tahlil qilgan va tegishli xulosalar chiqazgan. Albatta buni ham biz o'sha hududiy nuqtai nazardan demak hududga moslashtiradigan bo'lsak, bu klasterlar albatta iqtisodiy jihatdan demak yetuk bir klasterga aylanishi bu imkoniyati bor. Keyingi nimalardan bittasi bu o'sha bevosita sug'urtalash bilan bog'liq bo'lgan yangilik hisoblanadi. Albatta sug'urta masalasi qishloq xo'jaligida kerak. Nima uchun? Chunki sug'urta mukofoti, sug'urta masalasi yoki demak hayot davom etar ekanki, bir kun, bir haftadan keyin havo qanaqa bo'lishi yoki umuman o'sha zararni qoplash masalalariga albatta juda ham zarur bu narsa. Shuning uchun 3-yangilik ham juda ham ma'qul. Va 4-inchisi albatta bu prognoz 30-yilga qadar va ba'zi omillar ta'sirini hisobga olgan holda demak prognoz berilyapti. Bu ham albatta yaxshi. Endi quyidagi jihatlari, ya'ni o'sha uzumchilik majmuada iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish bo'yicha o'sha xorijiy tajribalardan foydalanish masalalari, keyin davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.
hamda barqaror bir rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha ilmiy va bir amaliy tavsiyalar va takliflar bayon etildi. Endi shu narsaga alohida bir nima qilishimiz kerak. Har bitta ishda albatta qay darajada mukammal, yetuk bo'lishidan qat'iy nazar, albatta o'ziga xos kamchiliklar, munozarali jihatlari bo'lishi mumkin. Men so'zimni asnosida demak shu haqida ham ozgina gapirib o'tmoqchiman vaqt nuqtai nazaridan. Demak, birinchi asosiy nimalardan bittasi, bir e'tirozli jihatlardan bittasi bu uzumchilik majmuini rivojlantirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribalaridan foydalanishning asosiy yo'nalishlariga bag'ishlangan paragrafda uzumchilik sohasida ma'lum bir tajriba to'plangan, o'sha aynan MDH davlatlari, masalan Tojikiston, Gruziya yoki o'sha eng uzumchilik rivojlanish Moldaviya singari mamlakatlarning tajribalarini o'rganib, ularni demak shu bir boy tajribalarni mamlakatimizga qaysi jihatlarni aniq qo'llash ma'qul ekanligini bir aniq yana ham kengroq yoritilishi kerak edi. Chunki bu narsa albatta biz uchun o'rinli bo'lardi. Keyingisi Farg'ona viloyati azaldan albatta uzumchilik juda ham katta boy tajribaga ega, biz bilamiz. Butun respublikada buni o'sha tajribasi nafaqat bizda, hatto o'sha kelasi ba'zi hollarda xorijiy mamlakatlar uchun ham asqatadigan jihatlari bor. Ushbu tajribalarni mamlakatimizning boshqa hududlarida ham shu faoliyat yurituvchi uzumchilik korxonalarida bir kengroq joriy etish bo'yicha bir aniq mexanizmlar, tavsiyalar, takliflarni yana ham kengaytirish kerak deb o'ylayman. Chunki bu Farg'onada uzumchilikni boshqa viloyatlarda ham ko'chiradigan bo'lsak, demak respublikamizda bu sohada yana ham demak ham moliyaviy, ham demak iqtisodiy nuqtai nazardan yetuk korxonalar va albatta klasterlar faoliyatini tashkil qilish imkoniyatlari paydo bo'lishi mumkin. Keyingisi uzumchilik mahsulotlarini yetishtirishda standartlash, sertifikatlash hamda qayta ishlash, saqlash bilan bog'liq bo'lgan demak masalalar, ularning yechimlari bo'yicha bir aniq takliflarni yana ham kengaytirish kerak edi. Chunki hozir bu desatan so'zda ham aytib ketdi. Ba'zi hollarda yaxshi yetishtirilgan mahsulotlarimizda, misol uchun aksariyat mamlakatlarda eksport qilish imkoniyatimiz juda ham cheklanib qoladi. Asosiy sabablardan bittasi o'sha sertifikat masalasi, standart masalasi biroz demak muammo bo'ladi. Bular haqida ham aniq shu takliflarni berilganda yana ham ish samarali bo'lar deb o'ylayman. Va keyingisi dissertatsiya ishida uzum, vino mahsulotlaridan eksport qilish masalalari ham chuqurroq o'rganilishi kerak va eksportni aynan demak bu eksportni rivojlantirish bo'yicha bir tavsiyalarni yana ham bir kengroq berilsa demak maqsadli bo'lardi. Ilmiy ishda uzumchilikda demak o'sha aqlli qishloq xo'jaligi, sun'iy intellekt elementlarini kengroq joriy qilish masalalari ko'rib chiqilganda, chunki butun dunyoda ko'rib turibmiz, nafaqat qishloq xo'jaligi, butun har bir tarmoq, har bir sohada sun'iy intellekt kirib boryapti va kelgusida bu albatta busiz demak raqamlashtirish yoki umuman bu tarmoqni rivojlantirishsiz tarmoqni rivojlanadi deb aytishimizga juda ham qiyin kechadi. Shuning uchun buni ham bir o'sha bir innovatsion nuqtai nazardan, innovatsion bir jihatlariga alohida e'tibor qilgan holda o'sha rivojlangan mamlakatlarning bu boradagi tajribalarini o'sha aqlli qishloq xo'jaligi nuqtai nazaridan bir bayon etilganda va ularning takliflarini mamlakatimizda qo'llash nuqtai nazaridan bir fikrlar aytilganda yana ham bir ish samarali bo'lardi deb o'ylayman. Lekin ushbu bildirilgan fikr, mulohazalar albatta ilmiy ish saviyasiga ta'sir etmaydi. Boltayev tomonidan bajarilgan dissertatsiya ishi tugallangan deb qarash mumkin. Yuqorida keltirilgan o'sha kamchiliklarni demak kelgusi ishlarda albatta e'tiborga olishlarini so'rab qolardik. Va so'zim yakunida demak oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlantirish va tadqiqotlar markazi izlanuvchisi Boltayev Nazarbek Narzullayevich tomonidan iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun demak taqdim etilgan mazkur uzumchilik majmuida tashkiliy iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish mavzusidagi falsafa doktori dissertatsiyasi 08/0004 qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti ixtisosligiga to'la mos keladi va muallifni demak o'sha shu ilmiy darajani olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy yaponiya Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mintaqaviy iqtisodiyot kafedrasining mudiri, iqtisod fanlari doktori professor Ergashev. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat Erkin Yaroqovich.
Rasmiy opponent taklifida ko'rsatilgan kamchiliklar bo'yicha o'z munosabatini bildirish uchun so'z sirtamga marhamat. Rahmat ustoz, vaqtlarda shunchalik sinchkovlik bilan ko'rib, yaxshi taklif mojalar berdingiz. Albatta, fikr-istak qolganimizda bularni e'tiborga olib, ishimizni mukammal darajada yaxshi holatga olib kelishga harakat qilamiz. Rahmat ustoz. Keyingi so'z rasmiy opponent iqtisodiyot fanlari doktori professor Sultanov Bahodir Fayzullayevichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli hamkasblar, yosh a'zolari. Endi birinchi opponentimiz juda batafsil to'xtaldilar va ushlab bersalar biz ba'zi haqiqatdan to'g'ri buni avval sohadagi biz O'zbekistondagi juda strategik masala. Bu birgina hammamiz bilamiz, iqtisodiy jihatlar emas, ijtimoiy ko'p masalalar hal qilinadigan masala. İkinci tadqiqotchi nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsa, men anchadan beri bu tadqiqot olib boryapman. 5 yildan beri. Shuning uchun umumiy xulosani aytib qo'yishim mumkin, yo'q xulosam. Lekin bu yerda men mana xalqaro iqtisod xo'jaligi universitetidan bolalar bilan uchrashishimiz ham bo'lib berdi. Shuning uchun ba'zi ba'zi bir fikr, mulohazalar, o'zaro mulohazalarga to'xtab o'tmoqchi. Demak, men jiddiylikdan iborat qizayotganman. Har bir ilmiyatlik qanaqa bu yoqda hokazo. Men endi fikrim, mana do'stlarimizni, mana hamma savollardan kelib chiqqan holda harakat qilamanki, shu ular bergan savolni qaysi darajada javob olindi ma'nosida. Va uni harakat qilaman negizi nimaga o'zim fikrlarim. Birinchi mana meni fikrim nazariy nazariya qismi juda chiroyli yozilgan. Ahmad aka birdaniga tushunib oldilarki, lekin bu asosan o'sha nazariy jihatlari asosan elbek davlatlari va mahalliy olimlarning fikri bilan cheklangan. Endi bu yerda bitta narsa bor. Haqiqatan juda chiroyli. Men o'sha seminarga ham aytganim, bu mavzu doirasida tadqiqot qilish ham juda oson, ham juda qiyin. Osonligi katta, 30 dan ortiq mahsulot ishlab chiqardi. Uzunda. Ikkinchi qiyinligi, masalan, san'at korxonalariga kirish ham juda ma'lumot olish ham juda murakkab. Endi nima demoqchi bo'lyapman? Men tadqiqotchiga ham aytganman, nazariyada o'sha uzumchilik majmuasini qaysi mahsulotlar yaratiladi? Asosan bu yerda Vinsonga qo'yaptilar-da. Kirish kompleks olinyapti nazariya, lekin chiqish bitta Vinsonga qo'yapti. Shuning uchun meni fikrimcha, birinchidan nazariyada mana shu uzumchilik majmuasini tashkil etuvchi xo'jalik tuzilishlar nimalar qilib ishlab chiqardi, nimalar ishlab chiqardi. Men bilganim bir vaqtlar shogirdimiz himoyalagan edi, hatto unda daraklar to'g'ri ham ishlab chiqardi. Bishimkasdan farmatsevtika va hokazo. Shu nuqtai nazardan xususiyatlarni ajratib olsa, juda yaxshi bo'lardi. Keyin hozir hamma yoshlarni sun'iy intellekt o'rganib qoldi. Hozir aqlga juda o'rinli aytdilarki, sun'iy intellektdan bo'lsa ham biz Rusiyadagi eng olimlarni, shu doiradagi olimlarni yo'nalishlari, qaysi yo'nalishlari, qaysi darajalar, qaysi olimlarda olganlar, qaysi darajalari qanday aniqlangan, qaysi olimlar. Shular bilan bir boyitilsa, nazariya juda boygan bo'lardi. Ikkinchisi, shundan kelib chiqib aytyapmanki, demak ikkinchi bobda asosan uzum yetishtirish. Dinamikasi juda yaxshi bo'lyapti. Dinamika yetishtirish qanaqa, hosildorlik qanaqa ketyapti, yapon hosil darajasi qanday, qanaqa tendensiya ketyapti, qanaqa muammolar bor. Juda o'rinli, katta ishlar qilingan. Lekin yana aytganimdek, masalan, asosan yana bor insonga bor. Bunda juda haliga integratsiya o'rtasidagi hozir nima juda o'rinli savol berdilar, o'rtasidagi munosabatlar juda murakkablar. Ishlab chiqaruvchilar, saqlovchilar, qayta qiluvchilar va hokazo. Munosabatni o'rganish. Shuning uchun men boshqadan hozir fikrimda maqlaman, bu yerda meni fikrim, bu yerda bu yo'nalishda kamida
5 ta 10 ta kishini predmetstrojda tadqiqot predmetstroj. Uchinchisi. Mana bu haqiqatan bu bahs munozaraga sababchi bo'ldi. Butun o'zi qanaqa imtiyoz bo'lsa hammasini so'raganlar. Soliq deysizmi, sug'urta deysizmi, kredit deysizmi, imtiyozlar, kredit. Bu endi menimcha bu yerda haligi asosdan boshqa qiyin inson. Shu yirik mavzu yana murakkablikka olib kelgan, lekin tadqiqotchi harakat qilgan. Aynan din sanoat o'rtasidagi integratsiyani olgan. Nima demoqchiman, Qo'shrabotda mayiz. Hozir tadqiqotchi aytib ketdilar. Bu start holding kompaniyasiga hozir juda katta imtiyozlar berilgan. Hozir mayiz bo'yicha hozir Turkiyada mana shu yaqin yillarda dunyodagi yetakchi davlatlarga chiqish rejalashtiryapti mayiz. O'sha hozir yaxshi savol bo'ldi. Daraksiz haqida demaydi. O'sha avataram bor, uzun mayizlar hammasi juda katta ishlar qilyapti. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lamanki, o'sha mayiz bir alohida tadqiqot yo'nalishi, sanoat alohida tadqiqot yo'nalishi. Va mana shu nimada o'z bilan professor Slavomir Yodlevskiy aytdi, risk qanaqa bo'ladi? Men bilmayman. Jahon sanoat tashkilotiga yaqinda a'zo bo'lamiz. Bizga baribir o'sha imtiyozlar endi cheklanadi. Biz ertaga Rusiyani finosiga shaxsan yashaydi. Finosiga chiqib qo'yardik. Rusiyani finosiga biz raqobat qilamiz. Bo'lmasa nima kerak bizga sanoat korxonalari hozir o'zimizga deb aytyapmiz. Keyin qachongacha klasterda biz faqat klaster, u klaster tepadan faqat pastga tushyapti, natija bermayapti. Hatto kooperatsiyaga ham, o'ylagan kooperatsiyaga ham oxiriga yetkazib qo'yapti. Ishlab chiqaruvchi muammosi bor, qayta ishlab chiqaruvchilar hokazo. Bu yerda juda katta masalalar ko'rilgan va to'rtinchisi nav masalasi qolib ketdi-da. Masalan shu juda yaxshi boshladilar, juda ko'p ma'lumotlar borda, asosan menimcha sanoat Toshkentda. Mayiz Samarqandda. Shu nav masalasi bugun mana agroklimat sharoitlar, qayta ishlab chiqarish quvvatlari o'rtasida shu nav bugun sanoat korxonasini quvvatiga bizni nav yetishgan mahsulotimiz muvofiq kelyaptimi yo'q? Juda o'rinli aytdilar. Men masalan 2008-yillarda tadqiqot qilganimizda uzum navlarini fermerlar yo'qotyapti. Vinson. Sababi bozorda 1000 so'mlik uzum bo'ladigan bo'lsa, insonlar 200 so'mga tonnalab fermer majbur. Boshqa korxona yo'q. Bunaqa muammolar juda katta bor. Endi mana Bezovdagi ham juda hozir prognozni urib berdilar. Prognozda mana bizda endi bitta muammo bor Bezovdagi. Mana hozir gaplashganimiz yaxshi. Mana to'g'ri an'anaviy dissertatsiyani bajarishni, an'anaviy metodologiyani ko'rdik. Mana hozir xalqaro o'tiribmiz. Mana xalqaro metodologiya kirib keldi. O'yinlar, yeshillar, o'yinlar hisobi. Bolalarimiz qiynalib qolyapti. Nima uchun? Chunki avvallar bizlar nazariyaga juda urilgan. Endi hozir ham nazariya chalib qo'yapti. Ham prognoz chalib qo'yapti. Siz juda o'rinli aytdingiz, hozir Azadbek harakat qildi mana so'rov. Siz aytgan so'rovga juda mas'uliyatli so'rov. U o'zibdi. Tadqiqot. Lekin o'rinli aytyapsiz. Shuni menimcha mana Shafat aka bilan ko'p Nodirajonbek bilan ko'p bahslashganmizda. Avvalgi metodologiyada hozirgi xalqaro bir uyg'unlashtirib qandaydir bir optimal variantga kelishimiz kerak. Masalan, chuqur so'rovlarni o'tkazib, aniqlar natijalar kerak emas. Masalan, hali Ikrom aka aytgandek, sudda misol uchun yerga sosa, chorvada
sigirni yilga so'ksa mas'ullar qo'shadi, hayot so'ksa masalan. Ha, bu ham endi mana bizda hayotimizda sal uzoqroq. Lekin bugungi ana afroslikning natijasi ham sizni qonida. Yoki bo'lmasa prognoz ham sizni qonida. Shuning uchun qandaydir bir buni menimcha birgalashib ishlashimiz kerak. Lekin baribir umumiy xulosa juda katta ishlar qilingan. Bu aytyapman, juda ham og'ir, ham mas'uliyatli, ham juda katta mehnat talab qilinadi. Bu Nazarbek shuning uchun ham 5 yildan buyon qilingan mehnatlari natijasini ko'rsatyapti. Umumiy xulosa bajarilgan ish, yozilgan dissertatsiya bor talablarga to'liq javob beradi. Va tadqiqotchining o'zi ham iqtisod fanlari o'qidi degan falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktor degan so'z fanlari deb hisoblayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, Qodir Fayzullayevich. Rasmiy opponent taklifida ko'rsatilgan kamchiliklar bo'yicha o'z munosabatini bildirish uchun so'z dissertatsiyaga marhamat. Albatta sizlarga berilgan tadqiqotimizni bu tadqiqotlarimizni albatta biz yangi modellarni o'sha so'rovnomalarni kelib tadqiqotimizni natijalarni dasturlarimizni qisqartiradi. Albatta bu tadqiqot kamchiliklardan xulosa qilish, kelgusi ishlarimizni vazifasi qilib bo'lib, buni takomillashtirishga yaqinlashtiradi. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, dissertatsiya himoyasining rasmiy muhokamasi tugadi. Kim norasmiy opponent sifatida so'zga chiqmoqchi? Marhamat. Marhamat, professor Nazarxon Umidjon Akimjonovich. Я буду на русском, чтобы вам тоже было понятнее. Да, я обобщу. В принципе, я, наверное, скажу общее такое мнение, конечно. Вот. Но в первую очередь, конечно, тема актуальна. То есть, исходя из сравнительных преимуществ расположения Узбекистана, я думаю, это одна из важнейших подотраслей сельского хозяйства, которую мы можем брать как приоритетные направления. И поэтому, я думаю, такие исследования, они помогут более детально, более научно подходить к данной отрасли. Вот. С другой стороны, конечно, это у нас есть опыт свой тоже, это виноградарство, там, в том числе и виноделие, то есть это еще и советских времен, да, вот у нас вот, например, Шахрисабс, наш этот паркен, да, вот это развито. Ну, конечно, во многом мы делали столовые вина, вот, но есть тоже сухие вина и так далее. Ну и сейчас вот этот вопрос конкурентоспособности, да, то есть я так считаю, что сила или потенциал предприятий, он заключается в повышении, сначала создании конкурентоспособности производства. Да, и поэтому я считаю, что это очень важно, вот это направление посчитать и посмотреть, насколько оно конкурентоспособно. Тем более, если мы говорим об экспорте, о ходе международного рынка. Да, так вот сейчас мы по работе смотрим, со стороны Назарбека вот предлагаются такие, скажем, обоснования для правительства, которые могут обеспечивать, скажем, страхование в связи, скажем, с колебанием курсов валюты. Да? То есть я так считаю, что это смелые такие решения. Вот, но, конечно, с другой стороны, я еще считаю, они должны быть достаточно обоснованы. Поэтому, в первую очередь, конечно, я подчеркнул, это работа выполнена довольно смело. Я считаю, что исследователь имеет право быть свободным, да, смелым. Вот, то есть не обязательно эти все рамки соблюдать как бы до конца, да, и так далее. Это, я думаю, тема широкая. То есть то, что он тему взял, конечно, если бы вначале это было, я бы, наверное, посоветовал брать уже. Просто взять, скажем, там, виноделие, да, и так далее. Да, но у него тема другая. В принципе, он не рассчитывает именно экономическую эффективность, что-то. Он рассматривает организационно-экономическую структуру, да, то есть по-новому. Да, вот. Поэтому я считаю, что, скорее всего, вот эти вот основные тенденции, которые он отметил и что предлагает, я думаю, они, наоборот, будут, скажем, делать вызов для того, чтобы осуществлять более глубокие такие
скажем, направления по экономическим аспектам, по финансовым аспектам, то, что финансы, вот мы сейчас говорим об этом, там сидят и финансы, и экономика, и все, да, на самом деле, там надо глубже, но все хорошо, что вот эта тенденция указывает. Вот. Конечно, я бы посоветовал бы дальше, если будет работать, предельный доход. Да, это очень важно, предельный доход. Это первый показатель простой конкурентоспособности направления. Сейчас вот Бахадраки отметил, что более 30 видов продукции можно делать из винограда. Надо каждый просчитать, посмотреть предельный доход, и они покажут, насколько, какая из них более конкурентоспособна. Это для более глубокого, да? Следующий момент насчет прогнозирования. Хорошо, что вы использовали линейные уравнения. Вот. Хотя я так смотрю, все равно факторов мало. Потому что в любом случае какой-то фактор завтра окажется ограничен. Да? То есть вот на это надо было тоже где-то показать, обратить внимание. Например, ну у вас, я так посмотрели, как господин Воровский отметил, небольшой рост прогнозируется. Поэтому, в принципе, конечно, может ограниченных ресурсов может и не быть. Но в любом случае это большие, скажем, масштабы, это на уровне страны. Поэтому я считаю, что это тоже можно будет насчет факторов углублять. Вот, чтобы, скажем, более было как бы убедительная работа, вот, и так далее. Вот, в целом я считаю, что работа проделана хорошая, научная, имеет ценность, вот, и я так думаю, что Назарбек достоин звания, значит, PhD, да, или же доктора философии по экономическим наукам. И призываю вас поддержать. Спасибо, Владимир Ахмедянович. Пожалуйста, у кого есть еще, кто хочет выступить в качестве неофициального оппонента, пожалуйста, онлайн формате. Mayli bo'lmasa, ruxsat bersangiz men ham o'z fikrlarimni bildirsam, Iroda Bahramjon. Evet, Yes, Hasan Kılıç, professor Ahmet. Talabgor bilan dissertant bilan bizlar yetakchi tashkilot sifatida hozir ham o'qib berishdi. Asosiy jihatlarini, asosiy tahrizdagi bo'lgan ma'lumotlarni. Albatta hozir mana birinchi va ikkinchi opponentlar, undan keyin qolganini buni rasmiy, norasmiy opponent sifatida chiqib Umijon akam hammasi fikrlarini bildirishdi. Deyarli unaqa fikr qoldirishmadi deb o'ylayman. Hamma aytilish kerak bo'lgan gaplar, meni xayolimda o'tgan gaplarni hammasini bu yerda ta'kidlashdi. Savol javoblardan ham ko'rindi o'sha yerda umuman olganda ilm juda mavzu dolzarb, juda ham bir dolzarb mavzu bo'lib urilgan. Undan tashqari dolzarbligidan shunday iboratki, hozirgi kunda mana hozir boshida ham ko'rsatdi taqdimotda dehqon xo'jaliklari baribir ham boshqa turdagi xo'jaliklar nisbatan mana shu xo'jaliklarda juda ham bir yetishtirish, hozir ham demak maydoni hosildorlik jihati yuqori ekanligini ham bu ham bir fakt, bu ham demak e'tibor qaratish kerak bo'lgan masalalar hisoblandi. Mana bu yerda uni klasterga birlashtirish masalasi, turli institutlarni bir joyga olib kelish masalasi, tashkiliy taraflari hammasi bu yerda ko'rsatildi. Bu ham demak o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, juda ham bir hozirgi kunda O'zbekiston uchun, mamlakat uchun juda ham bir nima deydi, juda ham bir aktual yoki juda ham dolzarb mavzu ekanligi ko'rinib turibdi. Albatta o'zi Nazarbekni oldindan taniymiz, mana shu universitetda ishlab yurgandan. O'zini aytadigan bo'lsak, o'zi ham demak juda ham bir potensial yuqori bo'lgan, hozirgi kunda ishini davom ettirayotgan ilmiy sohada shaxslardan biri hisoblanadi. Shu bois men rasmiy, norasmiy opponentlarni qo'llagan holda, ular fikrlari qo'shilgan holda, demak men ham o'sha sizlarni ham mana shu ovoz berishga, yoqlab ovozga chaqiraman. Albatta endi masalalar katta, juda mavzuni keng olgan, endi boshqa jihatlari ham bor. Hozir mana Umijon akam aytib o'tdi, Bahodir aka juda ham bir aniqlashtirib, detallashtirdi. Erkinroq o'shamda ta'kidladi. Juda ham ko'p masala olingan bu yerda. O'sha ikkiga bo'lsa bo'lardi, mayiz bobda alohida, vino bobda alohida bo'lsa bo'lardi, yoki aytaylik kredit sug'urtani alohida qilsa bo'lardi, alohida har bitta mavzuyni bir qancha o'sha mavzularni birlashtirgan va demak yuqori tomondan kirib o'tgan, lekin shu maydalashtirgan holda, detallashtirgan holda bitta mavzuni olib juda ham bir nima deylik, detallashtirgan holda ochib berganda yaxshi bo'lardi. Mana avtoreferating 16-betida men o'tgan safar aytgandim, so'rovnoma olingan. O'sha so'rovnomani yana ham kuchaytirib, o'sha so'rovnomani demak juda ham bir yaxshi bir jihatlarni ochib berib, ta'sir etuvchi omillarni
hozir Umid aka aytib o'tgandek haligi predelniy dedi, demak o'sha aytaylik chegaraviy yoki marginal effektlarni topib, ta'sirlarini topganda, ta'sir etuvchi omillarni topganda yana ham bir o'sha aytaylik jozibadorlik yana oshgan bo'lardi. Mana shu jihatlarni o'ylaymanki, dissertant keyingi ishlarda hisobga olsa, o'sha aytaylik juda ham bir ma'qul bo'lardi. Hozir mana suv modellarni aytildi, siz tomoningizdan berildi, o'sha trend modellari yoki bo'lmasa aytaylik prognozlar. Bu ham demak yana ham o'sha yetarlicha ma'lumot to'plab qilinsa yana ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Baribir lekin umuman olganda bitta qilingan ishlar bitta PhD mavzu uchun yetarli deb hisoblayman va demak mana shularni hisobga olgan holda keyingi ishlarda o'ylaymizki, demak yaxshi ishlar amalga oshiradi va hammalaringizni mana yoqlab ovoz berishga chaqiraman. Rahmat. Rahmat Shavkat Tursunovich. Keyingi jarayonga o'tishdan oldin mana norasmiy opponentlarning fikr mulohazalariga munosabat bildirish uchun so'z dissertantga beriladi. Marhamat. Sihat kodlarimizni albatta davom ettiramiz. Sihat kodlarimizni Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, biz sizlar bilan yashirin ovoz berish uchun hisob komissiyasini saylab olishimiz kerak. Hisob komissiya 3 kishidan iborat tarkibda tuzilishi degan taklif bor. Son jihatdan e'tirozlar yo'qmi? Yo'q bo'lsa, quyidagi tarkibda hisob komissiya tuzilishi degan taklif bor. Rais Nazarqulov Umidjon Rahimjonovich, a'zolar Hamidov Ahmad Muhammadxonovich va Egamberdiyev Bekzod Bahadirovich. Kim ushbu tarkibga hisob komissiyasi tuzilsin desa, ovoz berishlaringizni so'rayman. Ovoz berib qo'ying. Rahmat. Hisob komissiya a'zolari o'z ish faoliyatini boshlashi mumkin. Marhamat. Mehmonlarga va dissertantga 10 tanaffus tursanglar. Zuk yoqib ekan. Sizga Berilgan Nasıl сказать, что iltimos so'rasa Abdullaga tashlandi. Agar onlaynda yuborsangiz yaxshi bo'lar. Endi hozir bizda hozir nasib o'rtada yetishib qolyapti. Bo'lmasa, bu o'shada da Bu narsada yani o'zilar eng yaxshi biz anaqa qilamiz chizib yuboraman anaqasiga. Ahmadlarga qilib turib, nechta? qog'oz to'ldirish. Соглашение, не соглашение. Да. Что не нужно, надо убрать. Это согласен, это не va keyin bizga yaqin hududlarda iqlimdan kelib chiqib, sharoitdan kelib chiqib, yana qanday indikatorlar bo'ladi? Bularni bir jamlab izchil integratorlar qo'yilsa, material chiqib chiqadi, lekin ko'rona solib ko'rib, bundan ertaga xudoning o'xshaydi.
she'rga shoh qo'yib bo'lganda shuni yasayib chiqargan Oğuzlar firmada bu. misol uchun mana hozir agar endi bu hammaga maydon lekin bunga bir mana aytib turgan xulosa juda katta xulosa bergan ommalarni kiritib shunga qarang boshlanmaydigan tashkil iqtisodiylar lekin bu bizda hech tashkilot Usta, bular tuzda şöyle çıkıp qolyapti. Shu manzaraga ko'ringlar deyapti. Bog'lamasang deydi. Faqat o'sha fermerni ertalab xotini bilan janjallashsa kayfiyati bo'lmaydi, ko'proq ular pasayadi. Abdullani ko'p boshini topadi. Abdullah bir svoj dag, eller? Nej. Ja, vi är klart då. Inte. Inte det gärna. Bu bağlamda işte güzel patronun başında. Tarif 18 Doğru oldu. Stos Sokak'taki ilk şey oldu. İki kişi olacak. We are there on Tuesday, right? Yes. Yes, over here, right? Early morning. Okay, Thursday, yeah. Early morning. Kvorum katılması. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. Polikta mı? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь вас посчитаем, там запись. Oturduruşu. Oturduruşu gerek. Kolpa verirler. Tutuş gerek. Siz kim kolpa verirsiniz? Bu hata kutlu. Ne gerek? Kaldım anla. Ucundan Bilgiler. Yok bilgiler. belirler. Eteğe. Evet. Eteğe. Çünkü duman. Ucundan geldi. Duman. Söz. Peki. Sırası. Yani uçumuna geldi. Bu tam nasıl zor. Böyle 5, 6, 10, 8, 9, bunlar bize gerekmez. Yok. İşte sen. İki tane de bu maddemiz var. Bu zapas tozu. İşte sen. 13'te, 15'te verdi. 13'te. 12'de kadar. 11'de kadar. Bundan 100%. Evet, biz Mühendis kengashida bir kishi shu jumladan ko'rib chiqadi. yardım kengash a'zolaridan jumladan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha doktor ishtirok etdi. Doktor 11 kişi iştirak etti, doğru mu? Doktor 11'de işte iştirak etti, keyin shu jumladandeyiz. Ilmiy kengashlarga hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda Kiritilmedi çünkü kiritildi. hech narsa yo'q. Burçak. Majlis ilmiy kengash a'zolaridan kishi shu jumladan 11 kishi Şu cümlede fan doktor saplayız. biz fan doktor emasmizda biz Daha çok fikirler. 2 3 4 5 6 Peki. Buradan
bülten tarqatildi. Ikkita. Ikkita tarqatildi. O'shada o'zgarishlar. O'zgarishlar. Ichida 10 ta bülten bor edi. Taraflar Albatta. 100%. Qarshilari yo'q. Yaroqsiz yo'q. Shu ikkisi Можно звать? Qo'ying. Я объявить. Да, сейчас запомнить. Момент, да? Какие? Ой, Да. ну, 5. Ну, 5 2 часа. Ну, у нас так и идет, Ну, по да. 2 часа время занимает. Потому что этот процесс нормально считается. Конечно, можно сделать этот регламент чуть-чуть, да, чтобы... Ну, Mana Germaniyada agar anaqa qilsa, mana 20 minut beradi. Bo'ldi. это- 20 minut shu to'xtadi, 40 minut savol javob. Даже mana sizlar 40 minut o'tdimi, sizga kimdir savol berdi, 40 minut o'tgan bo'lsa bo'ldi, javob beramiz. Siz savol berib qo'yildi, lekin Vaqt. no, endi yo'q, qarang. Taga gap so'z bo'lmaydi-da. Qanaqa ko'p gap bo'lardi, kim o'zi savol beradi, taxmin qiladi. Нет, это нормально. Yo'q, endi gap, no, o'ylayman o'zim aytyapman, bir soat qilishdim. А, bir soat. Bir soat 20 minut prezentatsiya, 40 minut savol javob. Bo'ldi. Endi bizada norasmiy opponentlar bor, rasmiy opponentlar bor. Bu ham qiladi. Da, shu tomoni. Ularda imtihon anaqa, ularda zashtiga imtihon. Aha. O'zi shunaqa ham deydi. Agar o'sha shunaqa aytganingizda bo'lsa, bir soat bo'ladi. Mana Abdulla ancha vaqt ketyapti, ana referat, yetakchi tashkilotni. Shunaqa olib tashlash kerak. Да, он объявляет, это тоже время же. Yo, endi albatta u bir soatdan tashqari organizatsion momentlar ham bor. Да, поэтому у нас час уходит на это. Когда можно это согласиться. Ну да, может, надо будет это регламент еще раз сделать. Да, нам надо В самом просто- начале. Что? Например, 15 минут выступления, презентации, да? Закрыть. А поддержка остановилась, там нас Ну, просто может так. ну, понятно, да? O'zi lekin anaqada bo'lishi kerak. Mizonli bo'lishi kerak. Да. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, kengash majlisida davom ettiramiz. Hisob komissiyasini yashirin ovoz berish natijalarini e'lon qilish uchun so'z saylangan hisob komissiya raisi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor Nazarxonov Mujarrab Janovich. Marhamat. Rahmat, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Biz mana o'tkazilgan ovoz berish natijalarini aytib o'tmoqchi edim. 13 kishi sovet a'zolari, shulardan 10 bittasi ishtirok etdi. Hammasiga byulleten tarqatildi va 10 bittadan 12 ta byulleten tarqatilmay qoldi. Bizlar ko'rib chiqqan byulletenlarimiz 10 bitta va shu ovoz berish natijalarini kelsak, 10 bittasi hammasi yoki tarafdor imzolab berdi. Shu qarshilar yo'q va yaroqsiz byulletenlar yo'q. Va shu natijasida biz 100% ovoz berildi va dissertantga iqtisod fanlari falsafa doktori degan ilmiy daraja berish tarafdori bo'lib chiqdi. Tabriklaymiz. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hisob komissiyasining mazkur bayonnomasini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, sizlarda mazkur dissertatsiya ishi yuzasidan ilmiy kengashning xulosa loyihasi tarqatilgan. Xulosa loyihasi yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Ma'qullansin. Kim xulosa loyihasi asos sifatida qabul qilinsin desa, ovoz berishlaringizni so'rayman. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, shunday qilib Xalqaro qishloq xo'jaligi universiteti huduridagi ilmiy darajalarni beruvchi ilmiy kengash mustaqil tadqiqotchisi Boltayev Nazarbek Narzullayevichning 08.0004 qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti ixtisosligi bo'yicha
uzumchilik majmuida tashkiliy iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyaning rasmiy himoyasi va yashirin ovoz berish natijalariga ko'ra dissertantga iqtisodiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berishga qaror qiladi va Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatidan kengash qarorini tasdiqlab berish so'raladi. Va biz Nazarbek Narzullayevichni mana bugungi himoya bilan tabriklaymiz va shu bilan birga ularning ilmiy rahbari Narzulla Naimovichni ham mana ilk bor birinchi mana shogirdlari bilan himoyasi bilan tabriklaymiz va keyingi yakunlovchi so'z marhamat tadqiqotchiga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Kengash a'zolari, ustozlar, hamda birgalikda ishtirokchilar, o'ylamayman, har bir inson qanoatli men shu fursatdan foydalanib, ilmiy faoliyatni aynan shu mavzu doirasida olib borishimga bundan doim o'zlarining bilim va tajribalari, yo'l-yo'riqlari va ko'maklari bilan menga yaqinda yordam berib kelgan buyuk ustozim hurmatli Qurishga hamda buning natijaga erishishimga asosiy sababchi bo'lgan o'zlarining ular mening samol sochishimga bilan bu ojizlikni ishonchni oqillar ezgu orzu-niyatlar bilan yashash huquqini singdirishga bir so'z bilan aytganda jamiyatimizning munosib fuqarosiga erishish va mustahkam o'rin olishga o'zlarini hayot tajribalari bilan menga bergan barcha yordamlarni ayamagan kitobni hurmatini aqllanishga qo'llanadi boshligini bildiraman. Men shu fursatdan foydalanib ilmiy seminarlar va ishlarga hamda qolishimizga doimiy barcha hujjatlarimni orak talablari bo'yicha muvofiqlashtirishga yaqin yordam bergan falsafa doktorlari Abdulla Gafilovga va Baxtiyorjon G'aforovlarga minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, norozi tartibchi va chiqib qilgan menga Omijon Ramjanov, Abduljon Chiqarishga, Shavkat Ustovichga, Bahodir Fayzlayevichga, Erkak Yo'lchiga minnatdorchilik bildiraman. Menga tadqiqotchilar tashkilotning ilmiy faoliyatini nazorat qilib tegishli shart-sharoitlarni yaratib oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markaziy jamoasiga ilmiy ishimiz uchun yetakchi tashkilot hisoblangan va ijobiy xulosa berib, bizni xursand qilgan Samarqand agremiatsiyalar va tadqiqotlar jamoasiga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Bugun men shu minbar oldida turib, ilmiy ishimni har bir muhokama jarayonlarida o'zlarining qimmatli mulohazalar bilan ishtirok etgan barcha ustozlarimga minnatdorchilik izhor etaman. Siz kabi fidoyilar va jonli ustozlarimiz bor ekan, o'ylaymanki mamlakatimiz taraqqiyotida yanada yuksalishga ishonaman. Sizlarga bu yo'lda mustahkam sog'lik, oilali xotirjamlikni, ilmiy va ilm faoliyatlaringizga ulkan zafarlar tilab qolaman. Kendisine kabul edilen şimdi muvaffakiyetlerine kirleten yangi muvaffakiyetlerine nasıl sorduğum şey falan tabriklemem doğum okulunu fotoğraflarını size asla takip etmez. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, kun tartibidagi masala o'z nihoyasiga yetdi. Majlisni olib borish xususida kimda qanday takliflar bor? Ma'qul. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, kun tartibidagi masala bo'yicha mana o'z nihoyasiga yetdi va majlisni yopiq deb e'lon qilaman. Sizlarga hammanglarga katta rahmat. Faol qatnashganlaringiz uchun mana vaqtinglarni ayamay, mana juda yaxshi o'tdi bu himoya va hammanglarga sog' bo'linglar. Kelayotgan mana dekabr oyi hammaga yaxshilik olib kelsin, sog' bo'linglar va keyingi xudo xolasa ilmiy kengash muhokamasida ko'rishguncha. Rahmat hammanglarga. Rahmat, hurmatli ustozlar. Rahmat, sog' bo'ling. Tabriklaymiz. Erkalarga yaxshi
Aziz. Yaxshi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sağ olun. Sakkizta. Sakkiz. 11'da da sakkiz asman. Tekrar